bir semestrda o'zida eng maksimum chiqarganimizda 468 ta viza chiqarganmiz. Viza kalkulyatorida elchixonaga berishdan oldin nima desa pre-check qilsangiz bo'ladi-da, undan oldin tekshirib olish imkoniyati bo'ladi. Koreya bozorida yaqqol dominant bo'ldi, lider bo'ldi. Til bilmasdan hozir ko'pchilik qiynalyapti-da. Hozir ingliz tili bilan ketib bo'lsa ham, Koreyaga borgandan keyin tilni bilmasdan qiynalyapti. Bu rostdan marketing, ya'ni reklamami yoki qanaqadir bu yerda boshqa maqsad ko'zlangan, ya'ni real impactmi, ya'ni kimnidir hayotini o'zgartirishga bo'lgan qadammi bu? O'qishga jo'natamizmi? Talabalar maqsadi u yerda ishlash bo'lgan taqdirda ham o'qishga ketyapti-da, o'qish vizasi bilan ketyapti. O'sha narsani bilib turib ketyapti-da. Bor yana pul qilish ekan deb turib mingtalab talabalarni olib, misol uchun jo'natib pulni so'qqani qilsa bo'lmaydi undan. Lekin bu yoqdagi ota-ona undan xabardor emas-da, o'qishga ketgan deb o'ylaydi. U yoqda o'g'li, farzandi qochoq vizada yuribdi-da. Nomini o'zi xunuydi, u nomini o'zi xunuy vizada. O'sha prezident maktabidagi любой bolani olib kelasiz, xudo xolasa bizning maktabimizdagi bola bilan birga bir anaqa qilaveradigan, raqobat qila oladigan bo'ladi-da, xudo xolasa. Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Bugun sizlar bilan keyingi podkast sonimizga yetib keldik. Xudo xolasa bugungi podkastimizda Bright Future Consulting shu paytgacha nima ishlar qildi va kelajakdagi rejalar haqida gaplashamiz. Asosan bugun yangiliklar e'lon qilmoqchimiz va bizda bir necha yo'nalishlarda o'zimizga strategik kelajak uchun qo'yib olganmiz. Misol uchun Bright Future App, ya'ni ilovamiz tayyor bo'lgan va buni biz allaqachon talabalarimizga taqdim qildik. Bundan tashqari bizda maktab, xususiy maktab yo'nalishi yaqinda xudo xolasa ochiladi va nafaqat Koreya, balki Amerika va boshqa davlatlarga ham talabalarni yuborishni yo'lga qo'ymoqchimiz. Bu podkastimiz taxminan 1 soat atrofida bo'ladi. Yaxshilab o'rnashib olinglar va sizlar uchun qiziqarli yangi g'oyalar, sizlar uchun yangi qiziqarli yangiliklarni e'lon qilamiz inshaalloh. Bunaqada tayyor bo'lsanglar boshlaymiz. Assalomu alaykum barchaga. Doktor aka, birinchi o'rinda o'sha Bright Future haqida ozgina ma'lumot olsak, chunki yangi qo'shilganlar bo'lishi mumkin biz orasida. Yangi o'quvchilar, kuzatuvchilar bo'ladi, ota-onalar. Xo'p, Bright Future o'zi qolgan konsaltinglardan farqi qanaqa va xizmatlaridagi o'sha farq qanaqa darajada boshqacha g'oyalarni taqqoslab ko'rganda? Xo'p, Bobur, to'g'ri aytasiz. Biza yangi kuzatuvchilar bo'ladigan bo'lsa, biz haqimizda qisqacha tushuntiradigan bo'lsam, Bright Future jamoasi mana shu konsalting bozorida 5 yildan beri ishlab keladi. 5 yil ichida 2,5 mingdan ortiq talabalarni viza olishlarida yordam berdik. Mana siz o'zingiz bilan ham 4 yilga yaqin ishlaymiz. Xo'p, va oxirgi 3 yil ichida Koreya bozorida yaqqol dominant bo'ldi, lider bo'ldi. Bir semestrda o'zida eng maksimum chiqarganimizda 468 ta viza chiqarganmiz. Xabaringiz bor. Bu degani bir yiliga taxminan 700 ta talabani, 700 dan oshiq talabani Koreyaga yuboramiz. Oxirgi yilda o'zi ham 2025-yil bahorgi kuzgi semestrdan hisoblasangiz, taxminan 700 tadan oshiqroq talabaga real vizani olib berganmiz. Endi bu bizni sondagi statistikamiz bo'ladigan bo'lsa, hozirgi paytgacha mana Bright Future'da 100 dan ortiq xodimlarimiz ishladi va ularni ham o'zimiz parvarishlab, umuman yo'l yo'riq ko'rsatib, Koreyaga ketishlariga ham yordam berganmiz. Ya'ni internshiplar qilgan bizni kompaniyamizda Koreyaga borib, o'sha yerda ishlab yursa bo'laveradi. Koreyaga ketgan o'quvchilarimiz ham o'zi ko'p, misol o'zi Toshkent ofisida ham, Andijon ofisida ham ko'pchilikni bilamiz. O'zimizda ishlab, kamida 1 semestr, 2 semestr ishlab, tajriba to'plab, keyin Koreyaga ketadi. Ko'pchilik aytadi, Koreyaga bormanglar deb turib aytadi-da, lekin biz oddiy misol qilib aytishimiz mumkin. O'zimizda ishlab, vaziyatni bilgan o'quvchi hamma tarafini hisobini olib turib, lekin baribir Koreyaga ketadi. Chunki bilmayman, Koreyani baribir nimasidir tortadimi ularda yoki-da ustunliklari O'zbekistondan ko'ra menimcha ancha ko'p yuqori deb o'ylayman. Albatta. Koreyaga bormoqchi bo'lgan talabalar asosan shu musofir bo'lib ko'rmoqchi bo'ladi, ota-onasidan mustaqil bo'lib ko'rmoqchi bo'ladi va Koreyaga borgandan keyin qaysidir ma'noda o'zlari ishlab, o'zlari o'qib, shu o'zlarining kelajaklarini qurmoqchi bo'lgan talabalar asosan harakat qiladi. Xudo xolasa, yana Bright Future'ni oxirigacha yetkazib qo'ysam, boyagi fikrimizni, Bright Future'ni boshqa firmalardan afzalli tarafi bizda shu paytgacha eng
muhim prinsiplarimizdan bittasi shaffoflik. Ya'ni biz talabalar bilan va ota-onalar bilan umuman mana mediaga chiqqanimizda ham shaffof tarzda ishlashga harakat qilamiz. Ya'ni nechta viza chiqdi, nafaqat vizalarni, balki откazlar sonini ham analizlarigacha ko'rsatib beramiz. Bu ko'pchilik firmalarda topish qiyin bo'lgan bir xislat hisoblanadi. Manipulyatsiya ham bo'lib qolmaydi, chunki o'ylaydi, misol qolgan ko'pchilikni bilamiz, hamma faqat viza chiqadi deb turib o'ylaydida. Biz bozorda hozir holat qanaqa? Faqat viza emas, откazlar ham chiqishi mumkinligi. Misol oddiy bakalavr bo'ladimi, kasbiy ta'lim bo'ladimi, faqat hamma viza olib turib ketib yubormayapti-da. откaz ham chiqishi mumkin, holati o'zgarishi mumkin. Universitet umuman olganda har xil o'zgarishlar tabiiyki bo'lib turadi-da bozorda. Albatta. Uni ochiq oydin ko'rsatib berishga maksimal harakat qilamiz deb o'ylayman. Albatta. Keyin yana bir nechta biz Bright Future Consulting bilan, jamoamiz bilan o'tgan yillar davomida bir nechta ishlarda pionerlik qildik, ya'ni liderlik qildik. Oddiy misol, biz o'sha elektron vizani magistratura dasturiga ham til sertifikati bilan birinchilardan bo'lib boshlab berganmiz. Birinchilardan emas, eng birinchi bo'lib bozorga biz olib kirganmiz. U paytda ko'pchilik bilmasdi e-vizani. Magistratura til sertifikat bilan jo'natganmiz. Keyinchalik til sertifikatsiz jo'natishda ham ko'payib ketdi holatlari. Yana biz pionerlik qilgan yo'nalishimiz Topik 2 bilan kasbiy ta'limga o'zimiz o'qitib, o'zimiz jo'natishda yo'lga qo'yganmiz. Va undan tashqari bozorda hali beri hech kim bermagan taklif, yangi yo'nalishda biz ishg'ol qilganmiz. O'sha paytda o'ylab topganmiz viza garantiya tarifi. Ya'ni biz VIP tarifda birinchi bo'lib bozorga olib kirganmiz va bu narsa bilasiz, keyinchalik ommalashib ketdi. Moliyaviy jihatdan himoya qilib talabalarni Koreyaga mana ketishlariga polni o'zimiz noldan borib joylashuv olgunlarigacha o'zimiz saqlashga qilib turganmiz. To'liq support. Birinchilardan bo'lib uni haqiqatdan inkor etish qiyin. Bozorda birinchi bo'lib talabalar misol ko'pchilik holatlarda undan oldin qo'rqardi hamda hujjat topshirishga. Shuni hisobiga уже ommalashib ketdi. Ya'ni vizasi chiqmagan taqdirda ham pulga kuyib qolmaydi o'quvchi. Vizasi chiqquncha harakat qiladi, chiqsa yaxshi ketadi. Chiqmay qolsa ham ko'pchilik oldinlari misol KTB banshotga qanchadan qancha pul ketadi. Umuman olganda kamida 1,5 ming, $1,800 atrofida. $2,000 kuyib qolgan. $2,000 gacha ba'zi holatlar bo'ladi. Chunki ba'zi talabalar endi hamma sharoit har xil. Kredit olib keladi, qarz olib keladi misol uchun. U $1,5 ming, $2,000 katta pulda yo'qotish uchun. Vizasi chiqmaydigan bo'lsa, u pul qaytib kelmaydi. Biz bo'lsa shu talabalar bilan ishlab, ularning og'riqli nuqtalarini o'rganib va bu og'riqli nuqtasiga yechim bergan eng birinchi bozordagi kompaniya hisoblanamiz. Hozirgi paytgacha bir nechta yo'nalishlarda o'sha pioner deydi, liderlik qilib keldik. Eng birinchilardan yangiliklar olib kirish, o'zimiz ustimizda ishlash bo'yicha hozir ham yangi sohalarda ustida ishlayapmiz. Ya'ni biz o'sha mana birinchi bo'ldik bozorda, eng katta kompaniyalarga aylandik deb turib to'xtab qolmadik. Hali ham o'zimiz ustimizda ishlayapmiz. Oddiy misol, mana biz hali beri hech qaysi konsalting firmada yo'q bo'lgan prilojeniyani ustida ishlatayotgan yil bilasiz, 2025-yil bu ideya paydo bo'lgan va ukam bilan Amerikaga borganmiz. Startaplar ko'rgazmasiga, TechCrunch eventga borganmiz va u yerda biz Bright Future appni prototipini nima qilgandik? Investorlarga pitch qilgandik, ya'ni ko'rsatib bergandik. Bu qaytib kelib Amerikadan bu g'oya ustida yana ham chuqurroq ishladik va biz allaqachon mana shu prototipdan, ya'ni MVPdan уже produkt ko'rinishiga olib keldik. Ya'ni уже App Store, Play Marketlardan уже qidiradigan bo'lsa, Android, iOS versiyalarigacha hozir chiqadi bemalol. Download qilib ko'rsatsa bo'ladi. Hali ham ustida ishlayapmiz. Albatta, hali ham uni ustida ishlayapmiz. Nimada bo'lish, o'sha appni mana ishlatib ko'rdingiz, to'g'rimi? Funksiyalari bor, mana viza karta, tracking. To'g'risi, haligacha misol uchun men o'zim ham Amerika universitetlariga topshirib ko'rganda, hozir Koreya bo'yicha misol ishlayapmiz. Ko'pchilik o'quvchilarda eng og'riqli nuqtalardan biri bu hozir qaysi etapda ketganligini bilmaydi-da. Hujjat misol uchun konsalting bilan shartnoma qiladi, hujjatlarini beradi, to'lovini qiladi, ishini protsessini boshlaydi. Shu bilan to natijasi chiqquncha kutib o'tiradi-da. O'rtada nima bo'lyapti, qanaqa protsess o'tyapti, xabari yo'q. To'lov bo'lsa, to'lovlari haqida konsalting misol uchun so'rasa, to'lovini qiladi. Oxirida o'qishga kirsa, o'qishga kirdi deydi yo kirmadi deydi. Uni o'rtasida hujjati qanaqa tayyor bo'ldi, nima bo'ldi, umumiy o'sha to'lov qilishdan
deylik yoki shartnoma qilishdan boshlab to vizasi chiqqungacha bo'lgan protsessni talaba ko'rib turmaydi va nima bo'layotganligini o'zi ham bilmaydi. 6 oy vaqt o'tadi deylik. 6 oydan keyin уже rezultat chiqadi. U paytgacha xatolik qayerda o'tganligini, nima bu yerda muammolar bo'lganligini yokida qanaqa qilib bu etapga borib qolganligini kuzatib turishni imkoniyati yo'qda. Bright Future app'da biz shu narsa bo'yicha men kuzatgan, ko'rgan, ajralib turadigan narsa mana shu narsa deb o'ylayman. Eng asosiylardan bittasi application tracking. application tracking. Ya'ni talaba qaysi jarayonda ketayotganligini real vaqtda ko'rib turadi. Oddiy misol buni endi soddaroq qilib tushuntiradigan bo'lsak, mijozlarga mana chet elga pochta jo'natadigan bo'lsangiz yoki Amerika tracking anaqalar bor, katta logistika nimalari bor, katta o'sha mashinalarda ko'rib turadi, qaysi joyda ketyapti, manzilga yetib olgungacha necha soat, qancha vaqt bor, qachon yetib boradi. Hammasini kuzatib tura olgani kabi, biza prilojeniyamiz orqali talabalarimiz mana shu O'zbekistondan aytaylik Koreya yoki Amerika umuman olganda chet el universitetlariga hujjat topshirish jarayonida aynan qaysi etapda ketayotganligini ko'rib borsa bo'ladigan bu yangi mexanizm. Buni plyus taraflari bilaman, mana shunaqa deb o'ylaymanki, o'quvchilar xatolikni o'zi ham payqab qolishi mumkin-da, to'g'risi, chunki bilib bo'lmaydi. Konsalting ham hamma inson omili qatnashadigan joy, xato qilishligi mumkin-da. Qaysidir etapda agar o'quvchi tomonidan u narsa bilinib qoladigan bo'lsa, chunki u o'zini ishida, o'zini hujjati, o'zini jarayoni, umuman olganda o'zini taqdiri desa ham bo'ladi-da. U yerda payqab qolishligi mumkin. O'sha joyda o'zi to'g'rilashga imkoniyat bo'ladi-da. 6 oydan keyin to'g'rilagandan ko'ra o'sha joyda o'zida xatoni to'g'rilasa, natijasi ancha yaxshiroq bo'ladi deb o'ylayman. Albatta. Bright Future appni bir nechta qulayliklari bor. Hozir ana bittasini aytib o'tdik. Application tracking deb. Undan tashqari Visa kalkulyator degan funksiyamiz bor, to'g'rimi? Bu Visa kalkulyatorda ustida ideyasini men berganman. Asosan ustida injeneriyasini siz bilan o'rtog'ingiz qilgan. Matematik hisob-kitoblar qilgansizlar esinglarda bo'lsa. Cloud bilan, umuman ChatGPT bilan, umuman o'zingizlarning professorlar bilan maslahatlashgansizlar hamma faktorlarni. Bu qanaqa ishlaydi orqasida mana ko'pchilik ishlatar ekan. Men hayron qoldim. Visa kalkulyatorda talabalar ishlatib turib, o'shini ustida ishlar ekan. Misol topik 3 bo'lsa, to'xta men 5 oladigan bo'lsam, yana foizi oshar ekan degan narsalar bor ekan. Men hayron qoldim. O'zimiz veb-saytda ham ko'rdik, juda ko'pchilik tekshiradi Visa kalkulyatorda. Visa chiqish foizini o'lchab beradi. Endi bu qanchalik aniq Visa chiqish foizi o'lchab bergani, bu yerda baribir qanaqa hisob-kitob qilingan o'rtasida? Visa kalkulyatorda ishlab chiqayotgan paytimizda ko'rdingiz, ancha nimalarni plyus taraflari bo'ldi. Hozirgi paytda bir oyda taxminan 400-500 odam tekshiradi. Bu katta son. Bu faqat viza chiqish paytida emas, har oyda doimiy tarzda misol 400-500 odam viza holatini tekshirib, qancha viza chiqish ehtimolligini o'lchab olsa bo'ladi. U hozirda misol harakatni boshlaydimi yo topshiryaptimi qiziq emas. O'lchab holatni bilib turib, shunga yarasha harakat qiladi. Xuddi siz aytgandek, to'pi uchi bor odam 4 ga harakat qilsa, demak, imkoniyati bor. Demak, viza kalkulyator nimaga asoslanib ishlaydi? Uni viza kalkulyator akademik holatigami, finansiy holatigami yoki hujjatlarni to'g'ri tayyorlanganligiga. Asosan hozir viza kalkulyator bilasiz, Koreya vizasi bo'yicha ixtisoslashtirilgan ko'proq. Ya'ni Koreya vizasini o'sha elchixona tomonidan beriladigan talablari bor, kriteriyalar. O'sha kriteriyalarga mos ravishda o'sha sayt, veb-sayt ishlab chiqilgan. Ya'ni bilasiz, yillik daromad bo'yicha tekshiradi elchixona, study plani bo'yicha tekshiradi. Ota-ona yillik daromad, til sertifikati bo'yicha tekshiradi. Umuman shu 11 ta adashmasam hujjatlar bo'ladigan bo'lsa, kerakli hujjatlar ro'yxati. O'sha hujjatlarni viza kalkulyatorida elchixonaga berishdan oldin nima desa, pre-check process bo'ladi. Undan oldin tekshirib olish imkoniyati bo'ladi. Undan keyin elchixonaga bemalol to'g'rilab kamchiliklar bo'lsa kiritib olsangiz bo'ladi-da. Hozir o'sha ota-ona yillik daromadidagi ota-ona mol-mulkini 3 oy emas, 6 oylik bo'lsa, hozir 6 oylikka o'zgargan bo'lsa, oxirgi 6 oylik muddatigacha qaraydi. Til sertifikatini misol so'rovga 2 yil deydigan bo'lsa, o'sha til sertifikati agar elchixonaga topshirishdan oldin so'rovga o'tib ketadigan bo'lsa, unisigacha qaraydi-da. Har bitta detallarigacha iloji boricha harakat qilamiz. Undan oldin topshirgan talabalarni natijasiga ham asoslanadimi u? Misol uchun mana 2000 ta, 3000 ta o'z-o'zidan bo'lib qolmagan. Misol hozir bu odamga u narsani shuni viza kalkulyator bilan desa bo'lmaydi-da. Uning uchun ancha data kerak. Data kerak. Juda katta ma'lumotlar bazasi kerak. O'z-o'zidan ma'lumotlar shakllanib qolmaydi.
Bizni Bright Future'da bilasiz hozir 2,5 mingtadan oshib ketdi o'quvchilarimiz, vizasi chiqqan o'quvchilarimiz. Ha. Bu yerda atkaz olgan o'quvchilarimiz ham bor, vizagacha yetib bormagan o'quvchilarimiz ham bor. O'sha 2,5 mingta vizasi chiqqan va undan tashqari atkaz olgan o'quvchilarni hisobidan, holatidan kelib chiqib turib, qanaqa holatda viza chiqadi, qanaqa holatda atkaz chiqadi, o'sha foizi ham avtomatik o'shani hisobidan hisoblaydigan bo'lgan. Ya'ni kimdir tekshirib turib, o'sha paytda o'zida Taxminiy emas bu. hisoblab urib qo'yilmaydi-da u Ha, narsa. ha. Avtomatik o'sha bergan ma'lumotidan kelib chiqib turib foizini chiqaradi. Ha, bunga Bu endi keyingi taxminiy yillarda emas. Ha, sun'iy intellekt qo'shadigan bo'lsa, yanayam Ha. aniqliklik darajasi oshadi. oshishi mumkin, Oshadi, Xudo oshadi. xohlasa. Xudo xohlasa oshadi. Undan tashqari yana nima funksiyalar bor mana Bright Future appda? Hozir bemalol talabalar tushuntirib o'tishimiz uchun, tushunishlari uchun hozir Play Market, App Store'dan App Store'dan download qilib ishlatib ko'rsa Bright bo'ladi. Future app deb yozsanglar chiqadi. Hozir ham bunaqa qilsa bo'ladi, foydalanib ko'rsa bo'ladi. Hoziroq download qilib foydalanib ko'ring. Ha. Bundan O'zinglar tashqari ko'zinglar bilan ko'rasizlar. agar kimda-kim misol yo'nalishini adashmasam topishda qiynalayotganlar bor. Qaysi yo'nalishga topshirish mumkinligi bo'yicha Ha. o'zini test qilib ko'rishi mumkin. O'ziga to'g'ri keladigan yo'nalishni tanlab turib, keyin uni o'sha tanlasa bo'ladi. Matching. AI matching orqali aniqlash imkoniyatiga ega bo'ladi va vizaga topshirib olgan o'quvchilar viza holatini ham o'sha Bright Future app orqali to'g'ridan-to'g'ri To'g'ri. tekshirib tursa bo'ladi. Qancha muddatda taxminan chiqishi mumkin, o'sha o'zbek tilida tekshirish imkoniyatiga ega bo'ladi. Muammosi. O'sha AI matchingga ozgina to'xtalib ketadigan bo'lsak, AI matchingda boshida biz ya'ni sun'iy intellekt yordamida tekshirishni yo'lga qo'ymoqchi bo'lganmiz. Keyin qarasak, asosan mana topik 2si bor talabalar qaysi o'qishlarga topshiradi, IELTS'i bor talabalar qaysi universitetlarga, maqsadi u yerda universitet reytingi hisobga olinadi, to'g'rimi? Qaysi shaharda o'qimoqchi bo'lgani, misol Seuldan, Pusandan bu narsalar inobatga olinadi. Albatta Koreyada hozir 200 tadan ko'p universitet bo'ladigan bo'lsa, talabalarni hammasini preference, ya'ni nimani xohlayotgani har xil. O'shanga qarab turib talabalar belgilasa, o'shanga mos eng ideal universitetni tavsiya qilib beradi. Tushunadi. Ideal universitet tavsiya qilib beradi. Hozir birinchi bosqichda Bright Future appda talabalar ro'yxatdan o'tgandan keyin birinchi demak viza kalkulyatorida ishlatib ko'rsa bo'ladi. Ikkinchisi o'sha application tracking, universitetga topshirganda application tracking. Undan oldin matching sistemasini ishlatib qaysi universitetlarga topshirsa bo'ladi, bilsa bo'ladi demak. Tushunadi. Aka, keyin o'sha Bright Future app haqida hozir gaplashyapmiz. Yana bitta oxirgi xulosani aytib qo'yadigan bo'lsak, Bright Future appda keyingi 5 yil, 10 yildagi planlar qanaqa o'zi sizda, misol o'zingiz founder sifatida? Xo'p, Bright Future app borgan sari BF app borgan sari ta'lim platformasiga aylanib ketadi. Xudo xohlasa 5 yil, 10 yil ichida. Ya'ni hozir mana Click bor-ku, Clickda bilasiz, ofisga borib yoki birovga telefon qilib, Telegram unaqa bo'lmaydi. BF app orqali talabalar уже download qilib, registratsiyadan o'tgandan keyin talabalarga AI, ya'ni sun'iy intellekt konsultatsiya beradi. Savollar so'raydi, qaysi davlatga topshirmoqchisiz, qanaqa sertifikatingiz bor, basically qanaqa talabani o'rganish mumkin bo'lgan savollarni o'rganib turib, buni analiz qiladida, keyin unga mos universitetni tavsiya qiladi. Mana shu universitetlar sizni IELTS balliga yoki akademik yoki o'sha mana finansiy holati bo'ladi-ku talabani. O'shani ham hisobga oladida. Misol uchun talaba 5 ming, 10 ming dollar puli bo'ladigan bo'lsa, uni misol uchun 60 ming, 70 ming dollarlik universitetlarga tavsiya qilish noto'g'ri-da. AI hamma ma'lumotlarni o'rganib chiqib, talabaga tavsiya qiladi. Konsultatsiyani ham borgan sari AI beradigan bo'lib ketadi. Chunki odam faktoridan ko'ra AI ko'proq narsalarni inobatga oladida. Ma'lumot olishi ham tezroq. Ma'lumot olishi ham, uni machine learningni o'rganishi ham tezroq bo'ladida. Borgan sari konsultatsiyani berib, universitetni AI tanlatadi. Talabalar o'sha universitetlarga bir nechta klik orqali, ya'ni bir nechta tugmani bosish orqali topshirsa bo'ladi. Aytaylik, Koreyadan 3 ta universitetga, Amerikadan 5 ta universitetga, Yaponiyadan 4 ta universitetga, ya'ni bir vaqtning o'zida 20 ta, 30 talab universitetga topshirsa bo'ladi talaba.
qaysi biridan o'sha acceptance letter kelsa, qaysi biridan ko'proq grant yutgan bo'lsa, keyin o'sha universitetda o'qishda ota-onasi bilan maslahatlashib yoki mana shu приложениеga shu narsani qo'yamiz, shu universitetlarga qabul qilindim, qaysinda o'qishni maslahat berasan desa, u AI nafaqat bitta tarafdan qaraydi, hamma taraflarni o'rganib chiqib maslahat beradi. Hurmatli talaba, siz mana shu universitetlarga kirganingiz bilan tabriklaymiz. Bu variant siz uchun eng optimal bo'lib turibdi. Agar misol uchun Koreyada o'qimoqchi bo'lsangiz, bu yo'nalishda ketsangiz bo'ladi. Yevropada o'qimoqchi bo'lsangiz, bu yo'nalishda. Ya'ni AI yordamida talabalarimiz konsultatsiyalarni olib, universitetlarga kirib, уже viza protsessigacha borsa bo'ladigan holat bo'ladi. Hammasi Sodda ishlatish bo'ladi. Otido noldan oxirigacha Otido, tushuntirilgan. hali beri bunaqa platforma O'zbekistonda yo'q. Eng birinchilardan bo'lib, chet el universitetlariga topshiradigan приложениеni biz bozorga olib kirdik. Xudo xolasa buni ustida hozir juda qattiq ishlayapmiz. Bu yil ham xudo xolasa Amerikada yana startaplar ko'rgazmasi bo'ladi, unga qatnashamiz va bir nechta startaplar mana O'zbekiston bozorida startaplarga juda katta investitsiya qilinyapti-da, e'tibor berilyapti. Aynan shu valnaga to'g'ri kelib qolganimiz ham bitta omadimiz bo'lishi mumkin. Chunki mana Bright Future'ni boshlaganimizda ham mana Koreya bozoriga kirib borganimiz o'sha paytda Koreyaga viza berish juda keskin oshib ketgan valnaga to'g'ri kelib qolganmiz-da. To'g'ri munosabatlar ham yaxshilanganda Koreya bilan. Albatta. To'g'ri vaqtda, to'g'ri joyda paydo bo'lib qolish ham bitta omadda. Shuning uchun Bright Future appimiz bilan talabalarimiz hozir download qilib ishlatib ko'rsa, undan keyin fikrlarini aytsa, bizga feedbacklarni aytsa, uni ustiga yana qurib ketaveramiz, xudo xolasa. Qanchalik bizni ko'proq feedback beradigan bo'lsa, tavsiyalarni beradigan bo'lsa, shunchalik yaxshiroq, mukammalroq. Yana bitta narsasi bor-da. Universitetga topshirayotgan mana app orqali xo'p, bizda mini bank bo'ladi. Ya'ni o'zlarining Humo kartalarini yoki bir o'zbek kartalarini ulaydigan bo'lsa, Koreyaga won o'tkazish kerak-ku. App fee. O'sha app feeni ham transfer qilishsa bo'ladi. Hozir mana app fee o'tkazish uchun ilovani o'zidan. App fee o'tkazish uchun borib mana firmaga qanchadir kurs hisoblab beradi. Koreyadan tanish topish kerak bo'ladi. Tanish topish kerak bo'ladi. Ba'zida won topilmay qoladi, muammoda. Kontrakt to'layotganda ham xuddi shu muammo. Amerika universitetlariga ham, boshqa universitetlarga ham o'zini yo viza kartasini yo o'zbek kartasini ulaydi, konvertatsiya qilib turib, sirazi universitetlarga kontraktlar to'lab yuborsa bo'ladi. Hujjatlarini ham bora-bora physical hujjat mana Amerika universitetlariga вообще-то so'ralmaydi, to'g'rimi? Xuddi shunga o'xshab Koreya boshqa davlatlarga ham bora-bora talabalar skanerni o'zi bilan topshirsa bo'ladi. Agar xira yoki yaxshi ma'lumotlar ko'rinmaydigan skaner yuklasa, уже AI talabaga aytadi, shablon beradi, shunaqa holda yuklang deydi. Unaqada qabul qilmaydi. U supportga yozadi. Nima qilsam bo'ladi? Eng yaqin skanerxonaga boring va skanerlab turib bizga jo'nating. Tushunyapsiz-a? Ideya qayerda? Hamma narsani уже AI boshqaradi-da. AI zamoniga уже yetib keldik. To'g'ri, avtomatlashtirish kerak bo'ladi. Уже hamma narsani tezroq. Qisqa qilib aytganda, xudo xolasa 10 yil ichida mana shu BF app xudo xolasa unicorn, ya'ni eng kuchli platformalardan bittasi bo'ladi. Xudo xolasa. Bo'ldi. Endi Abdumtor aka yana bitta yangilik bo'yicha gaplashsak bo'ladi. O'sha BF scholarship bo'yicha ko'pchilik so'ragan. O'sha hozir tugatdik. Yaqinda e'lonni ham chiqaramiz. BF scholarshipni asosiy maqsadi qanaqa? Nima deb o'ylaysiz? BF scholarship bu hamma tushunishi uchun grant dasturi. Biz o'zimizni xudo xolasa bu ideya sizdan chiqdi avvalambor. Men o'zim o'ylab yurardim, qanaqadir bilimli, salohiyati bor, lekin moliyaviy holati yetarli emas talabalarga qanday yordam bersa ekan deb turib o'ylab yurardik. Lekin o'sha narsani aka, keling shunaqa bitta fond qilaylik va bu fond bir martalik bo'lmasin-da, har yili bo'lsa, mana Millat umidi, shunga o'xshagan davlat grantlari bor. Shunga o'xshab turib, bir yilda 2 marta qo'shib beruvchi bo'lib turib, scholarship bo'lgan holatda aniq muddatlar qo'yaylik va talabalar o'shanga qarab tayyorlansin. Misol uchun, ba'zi talabalar 2 yil, 3 yil oldin tayyorlanishni boshlaydi dedingiz, to'g'rimi? Xuddi shunga o'xshab talabalarimiz o'sha narsani bilsin, o'sha narsaga qarab harakat qilsin degan narsani ilgari surdik. Birinchi holatda mana test rejimda Koreya bozoriga, bu konkurs emas, siz aytganingizdek, bizda random tanlanmaydi. Random tanlanmaydi. Bu yerda filtr asosida eng munosib
aniq maqsadi bor talabaga talabani. beriladi o'sha narsa. U yerda akademik holati, finansiy holati hisobga olinadi. Talabani kelajakdagi maqsadlari, shu paytgacha erishgan yutuqlari juda ko'p faktor asosida bu talabalarni saralab olamiz, xudo xolasa. Hozirgi taxminiy qiymati adashmasam уже birinchi hozir sezon bo'ladigan bo'lsa, $10,000 dan oshiq taxminiy qiymatga ega. Bu yerda 10 tadan oshiq o'quvchi ma'lum bir miqdorda 100% dan 30% gacha yoki to'liq firma to'lovini hisobga qaraydigan bo'lsak, 10 tadan oshiq o'quvchi bu scholarshipni yutib olish imkoniyatiga ega bo'ladi. Va agar yutib olgan taqdirda ham boya siz aytgandek randomli emas, qanaqadir konkurs orqali emas, haqiqatdan maqsadi bor, lekin moliyaviy jihatdan imkoniyati yo'q bo'lgan o'quvchilarni o'sha Bright Future scholarship orqali Koreyada o'qishlarini ta'minlashga inshaalloh to'liq yordam beramiz. Kontraktlarigacha bu yerda bank shoti, kontrakti, aviabileti va bundan tashqari Koreyada birinchi o'sha $500 gacha taxminan qiymatiga ega bo'lgan ishlatish uchun ham qo'shimcha pul ham beriladi. Bu katta yutuq. Borib agar o'qiydigan bo'lsanglar, ular qaytib kelib turib, ancha o'z ustilarida ishlaydigan bo'lsa, katta yutuqlarga erishish mumkin bo'ladi. Bu Bobur ko'pchilik o'ylashi mumkin, marketing uslubi, talaba jalb qilib olish deb o'ylashi mumkin. Bu rostdan ham marketing, ya'ni reklamami yoki qanaqadir bu yerda boshqa maqsad ko'zlanganmi, ya'ni real impactmi, ya'ni kimnidir hayotini o'zgartirishga bo'lgan qadammi bu? Endi agar to'g'ri ba'zilar bo'lishi mumkin, marketing uslubi deb turib qarashligi mumkin, lekin bu yerda asosiy maqsad bizda marketing emas. Agar marketing bo'lganda hali aytganimizdek konkurs sifatida tashkil qilib turib, undan ham ko'proq o'quvchini jalb qilish imkoniyatimiz bo'lardi. Qisqa byudjetda, kamroq byudjetda evaziga bitta konkurs tashkil qilib turib, undan ham ko'proq e'tiborni, undan ham ko'proq o'quvchini o'zimizga jalb qilsak bo'lardi. Lekin biz bu yerda BF Scholarship deb turib, bir martalik emas, borgan sari imkoniyatidan bu yerda kelib chiqib turib, ko'proq o'quvchilarga yordam berish maqsadida eng yaxshilarini saralab olish uchun harakat qilyapmiz. Boya aytganingizdek, siz aytgandek marketing uslubi bo'lganda уже biz boshqa instrumentlar misol target yaxshi yoki misol uchun qanaqadir reklama qilsak, bundan ham ko'proq lidlarni osonlik bilan olib olamiz. O'zi bizni ofisimizga bog'liq, bilasiz, mana o'tgan semestrda hisobladik. Ofisimiz vizitka mana hozir Andijon, Farg'ona, Namangan, Toshkent va Samarqand ofisimiz bor. Tashrif buyurganlar soni qancha chiqdi? 1,5 mingdan ko'proq. 1,5 mingtadan ko'proq real talaba kelgan o'zi. Telegramda bo'lsa misol 2-3 mingta onlayn konsultatsiya olganlari bor ularda. Onlayn konsultatsiya olgani bor. Telefon tinmaydi misol uchun. U bizga demak marketingdan ko'ra ko'proq bu yerda real impact, ya'ni Bright Future'ni strategiyalari o'zgaryaptimi deymanda hozir. Sababi oldinlari shu mana Topic 2 bo'lmasa shunga fokus qaratgan bo'lsak, hozir iloji boricha sifatli talabalar bilan ishlashga, iqtidorli talabalar bilan ishlashga harakat qilyapmiz. Bu bizga nima beradi o'zi aslida? Bu ko'proq talaba bilan ishlasak bo'lmaydimi? Misol uchun mana Boriyani pul qilish ekan deb turib, mingtalab talabalarni olib, misol uchun jo'natib pulni so'qqani qilsak bo'lmaydimi undan ko'ra? Endi buni short termda yaxshi foyda bo'lishi mumkin, lekin long termda уже hozir bozor ham o'zgaryapti. Bundan tashqari ketmoqchi bo'lgan o'quvchilar ham imkon qadar yaxshi imkoniyatda, yaxshi sharoitda ketishni xohlaydi-da. Просто borib turib u yoqqa borganidan keyin o'quvchilarni misol ko'pchilikda hozir ishlashga qiynalyapti, boshqaga qiynalyapti. Faqat ketish maqsadi bo'lib qolayotgan o'quvchilar ko'p-da. Lekin u yoqqa borgandan keyingi vaziyatni ham bilish kerak-da o'quvchi. Biz iloji boricha yaxshi sifatliroq talabalarni jo'natsak, ular o'z yo'lini topib ketadilar bemalol. Qiynalib, bu yerda ota-onasini ham qiynab, bu yoqqa borgandan keyin o'zi ham qiynalgandan ko'ra, undan ko'ra darajasini, sifatini yaxshilab, o'sha til bilish darajasini, o'zini shaxsiy rivojlanish imkoniyatlarini yaxshilab, keyin ketganligi o'zi odatda yaxshiroq o'quvchini. Bizda o'sha maqsadimiz ham hozir o'zgaryapti. Bilsangiz, bu semestrda o'zida ham 100 tadan oshiq o'quvchilarimiz o'zi 1% universitetlarga kirdi-da. Bakalavr dasturiga 1% universitet degani o'zi bu Koreyaning eng top universitetlaridan hisoblanadi-da.
Demak, oldin bizda maqsadimiz Topic 2 yoki IELTS til sertifikatlarisiz talabalarni jo'natgan bo'lsak, qaysidir ma'noda Ko'proq. endi ko'proq biz iqtidorli, Ha, o'qimoqchi potensiali bo'lgan bor bo'lgan talabalarga o'quvchilarni fokus qaratmoqchimiz. Xudo xohlasa. potensiali borgandan keyin ham o'zini ustida ishlaydigan bo'lishi kerak-da o'quvchi. Borgandan keyin ham o'zini Ana ustida shu ishlasa. konsaltingda yana bir o'zgarishlardan bittasini o'tgan semestrda qildik va bu talabalarimizga juda ham ma'qul keldi, bilgan bo'lsangiz. Ya'ni supervayzor tizimi. Sistem. Supervayzor tizimi o'zi bu nima va oldin supervayzorlik tizimiga kelishimizdan oldin qanaqa muammolar bor edi va supervayzorlik tizimini qo'yganimizdan keyin talabalarga qanaqa yengilliklar bo'ldi. Bu haqida ozgina gaplashib o'tsak. O'sha Bright Future'da boshida aytgan boshqa konsaltinglardan umuman hozirgi holatda o'zgarib turadi degan joyda ko'pchilik o'ylaydi Bright Future'da o'quvchi soni judayam ko'p. O'shani hisobiga sifat nisbatan pastroq deb o'ylaydi. Oldin o'sha undan oldingi semestrlarda rostdan ham o'quvchi soni bilsangiz 500 dan oshib ketdi o'quvchilarimiz. Ularni nazorat qilish nisbatan qiyinroq bo'ldi. Undan keyin biz supervayzorlik tizimini ishga tushirdik. Ya'ni individualniy o'quvchilarga alohida bitta odam biriktiriladi va har qanday savoliga o'sha odamdan javob olib turib, koordinator sifatida bo'ladi. Koordinator sifatida savollariga javob olish imkoniyatiga ega bo'ladi. Va u supervayzor, koordinator o'quvchi shartnoma qilgandan boshlab turib, to vizasini olgungacha to'liq koordinatorlik qiladi. Ya'ni ma'lum bir etapda emas, просто registratsiya uchun yokida hujjatini tayyorlash uchun emas. Shu narsa paydo bo'ldi. Xuddi ota-onasi deb turib boshlaydi. Shu narsa paydo bo'ldi. Meni studentim deyishga o'tdi-da o'sha Ha, supervayzor. Meni studentim o'qishga qabul qilinibdi. Mening studentim o'qishga qabul qilinmabdi deb turib haligi jon kuydiradigan bo'lib qoldi-da. Shunaqa. Supervayzorlik tizimidan keyin ancha o'quvchilar tomonidan feedbacklar ham yaxshilandi. Bu safar so'rovnoma o'tkazdik. So'rovnomadan natijasida ham ko'rgan bo'lsangiz, 90% o'quvchi juda rozi bu tizimdan bo'lmadan xursand. Muammo kelib chiqsa, sразу supervayzori hal qiladigan bo'ldi. Oldin mana talabalar bor bilsangiz, call centerga telefon qilardi. Yangi talabalar ham, eski talabalar ham telefon qilardi. Qabul vaqtida call center ham charchab ketardi-da, hammasiga nima qilgungacha. Ya'ni call centerda kimdir nimadir deb qo'ygan bo'lsa, vaziyatini ham bilmaydi. Vaziyatini ham bilmaydi talabani. Misol uchun nimadir deb qo'ygan bo'lsa, u talaba unga ishonib nima qiladigan, ish qiladigan bo'lsa muammo kelib chiqadi. Telegramda ham xuddi shunaqa muammolar ko'payib ketgani uchun hozir o'zi mana supervayzorni o'zi telefonda javob beradi, Telegramda o'zi o'sha talabalari bilan ishlaydi. Qanaqa muammolari bo'lsa o'zi hal qiladi. Uning natijasida qanchadir bir 70-80% yuk call centerdan ham, o'sha Telegramdan ham olindi-da. O'quvchilardan to'g'ridan-to'g'ri javob olish imkoniyatiga, muammosiz bog'lanish imkoniyati kimga bog'lanishni biladi-da. Eng asosiysi kimga bog'lanishni biladi. Kimga bog'lanishni biladi. Kimga bog'lanishni hamma narsa shu orqali nima bo'ladi. Endi qarang, supervayzor tizimi bor, to'g'rimi? Endi mentorship supervayzorlik tizimidan qanday farq qiladi? Mentorship, ya'ni BF mentorshipda hozir ustida ishlayapmiz. Endi BF mentorshipda bu yerda supervayzorlik tizimida bilasizlar, bizda hozir taxminan 50% o'quvchimiz Topic 2 bilan keraga ketadigan o'quvchilar, ya'ni kasbiy ta'limga. Oldinlar bundan ham balandroq edi, hozir 50% undan ham pastroqqa tushdi adashmasam. Mentorshipda bo'ladigan bo'lsa, asosan top universitetlarga tayyorlaydiganlar uchun. Ya'ni top universitetlarga topshirmoqchi bo'lgan o'quvchilar uchun. Bu nafaqat Koreyada, butun dunyo bo'yicha mentorlik qiladi. Mentorlik, как mentor sifatida bo'ladi. U sal detalniyroq ishlaydi. Bilasizlar, top universitetlarga o'sha study plani bo'yicha ham, suhbatga tayyorlash bo'yicha, umumiy extracurricular activitielar bo'yicha, insholar hammasiga detalniy shug'ullanish kerak bo'ladi va уже hozir deadline ham ochilyapti. Mana bahorgi semestrga. Mentorshipda yuqori pog'onadagi o'quvchilar uchun, o'sha IELTS ham, Topic'i ham yuqori bo'lgan o'quvchilarni koordinator sifatida. Supervayzorlik tizimida umumiy shartnoma qilgan o'quvchilarimizga. Bu alohida yangi dastur sifatida mentorshipni yo'lga qo'yyapmiz. Xo'p. Top universitetlarga qabullar qachondan ochiladi hozir? 2027-yil bahorgi semestr uchun bahorgi semestr uchun qabullar hozirdan boshlangan. SNUga qabullar ochilgan. Seoul Nation universitetiga. Yaqinda yopiladi ham. Umumiy olib qaraydigan bo'lsak, hozirdan harakat qilish kerak. Agar top universitetga topshiradigan bo'lsa, hali beri o'tgan semestrda ishlar yakunlanmadi-ku.
To'g'ri, shunaqa deyishingiz mumkin, lekin o'tgan semestrdagi o'quvchilar bilan alohida shug'ullaniladi-da. Ha. Yangi semestr уже agar o'tgan semestrda, bu semestrda ya'ni hisobda aytyapman, bu semestrni yakunlaydigan bo'lsak, yangi semestrga ulgurmay qolamizda. Top universitetlarga Top topshirgani universitetlarda уже уже qabul qabuli o'tib ketgan o'tib ketib bo'ladi. qoladi. U degani уже qancha o'quvchi kech harakat qiladigan bo'lsa, undan keyin viza etapiga ham kech harakat boshlanadi. Endi top universitetda qabul qilish darajasi bor. Misol agar birinchi raundiga topshira olmasdan ikkinchi raundiga topshiradigan bo'lsa-yu, ikkinchi raundning natijasi kech chiqadi. Qabul qilinmaydigan bo'lsa, уже boshqa imkoniyati qolmay qoladi o'quvchini. Shuni hisoblarni olib turib, qancha e'tirof boshlaydigan bo'lsa harakatda o'quvchi, shuncha e'tirof natijaga erishishi mumkin. Bizda ham maqsadimiz qabulda oldinlari misol avgust ochadigan bo'lsa, уже bu semestr bu yildan boshlab iyuldan ochyapmiz. 1-iyuldan. Oldinlari 1-avgustdan ochadigan bo'lsa, 1 oy e'tirof boshlayapmiz. O'sha top universitetlarga, yaxshi topshirmoqchi bo'lgan yaxshi universitetlarga qabullarga o'quvchilar ulgurib qolishi uchun, hujjatini tayyorlab, ulgurtirib, e'tirof ishini yakunlashimiz uchun e'tirof harakatni boshlayapmiz. Bu semestrda parallel olib borgan tarzda. Xo'p, endi bizni oldinlari talabalarimiz haqiqatda misol uchun 700-800 talab talabalar bilan ishlagan paytlarimiz bo'ldi. Bu semestrda nisbatan talabalarni saralab oldik, filtrlab, anchagina filtrlab oldik va bir narsani tushunib yetdikki, iqtidorli talabalar bilan ishlash ancha osonroq. Ularda qarangda bu yerda bir-biriga bog'liqlik jihatlari ko'pda. Iqtidorli talabalar bilan ishlasangiz, уже ular nimani xohlayotganini biladi, ularni gaplarini maqsadlari aniq bo'ladi. Уже to'g'ri направление berib yuborsangiz, o'qishga kiradi. Shu bo'yicha niligarga ham chiqmasdan o'qib boraveradi. O'qib boraveradi-da. Undan tashqari hozir mana talabalar bilan ishlaymiz. Bizda ikkita mijoz bor deb o'ylayman konsaltingda. Talabalar ham bizning mijozimiz, universitetlar ham bizning mijozimiz. Biz o'rtada turgan odammiz-da. Misol uchun men talabalarni olamiz, olgan paytimizda qaysi biri nelegalga chiqib ketadi biz bilmaymiz-da misol uchun. Yuziga qarab yoki gap so'zlariga qarab qaysidir ma'noda aniqlash mumkin, lekin ertaga Koreyaga borgandan keyin qiyinchilikda uni vaziyati o'zgarib qolishi ham mumkin-da. Bu yoqda endi universitetlar ham bizning mijozimiz bo'ladigan bo'lsa, universitetga talaba jo'natdik. Biz bu talabani misol IELTS baland 7-7,5 talabalar yoki topik natijalari baland o'qiyman deb turgan talabani jo'natdik-da, universitetga borgandan keyin уже qaysidir birlari o'qishda chiqib ketgan holatlari bo'ldi-da to'g'risi orada. Shuning uchun buni qanaqa qilib muvozanatda saqlash haqida ozgina gaplashsak. O'zi nima bu eng muhim filtr, ya'ni talabalar Koreyaga borgandan keyin nelegalga chiqib ketmasliklari uchun hozirdan nimaga qarab turib talabalarni filtrdan o'tkazish kerak? Endi o'zi aslida filtrni biz qo'ymasligimiz kerak deb o'ylayman. Chunki talabalar o'zi ketishdan oldin maqsadini aniq qo'yish kerak edi. Ular asosan o'qishga ketyapti. Biz misol ishga yuboradigan konsaltant emasmiz-da. O'qish bilan shug'ullanamiz. Ishchi viza bilan ham shug'ullanmaymiz. O'qishga jo'natamizmi? Talabalar maqsadi u yerda ishlash bo'lgan taqdirda ham o'qishga ketyapti-da. O'qish vizasi bilan ketyapti. O'sha narsani bilib turib ketyapti-da. Tushunib yetish kerakki, hozir bo'lyapti o'quvchilar orasida G1 vizaga o'sha G16 viza, o'sha qochoq vizasi. Ota-onasi bilmaydi-da endi qiziq u narsani. Qanaqa u qochoq vizasini oqibati nima? U ma'nosi nimaligini ham bilmaydi. O'zini o'zi o'zgartirib o'sha G1 vizagacha daraja o'tib ketib qolyapti o'quvchilar. Lekin bu yoqdagi ota-ona undan xabardor emas-da, o'qishga ketgan deb o'ylaydi. U yoqda o'g'li, farzandi qochoq vizada yuribdi-da. Nomini o'zi xunukda, vizada. To'g'ri. O'sha borgandan keyin davlatni yomonlaydi-da. Maqsadini aniqlab olsa, to'xta, qiyinchilik kelganda maqsadini eslaydi-da boyagi talaba. Ozgina qiynalsam ham ertaga yaxshi bo'lib ketadi degan ishonch bo'lishi kerak, maqsad bo'lishi kerak. Chunki o'sha paytda mana o'ngga chapga burilib ketmasligi uchun aniq bir maqsadga qarab harakat qilish kerak-da inson. Faqat qora mehnat qilib yaxshi natijaga erishib bo'lmaydi. Faqat qora mehnat qilib yaxshi natijaga erishib bo'lmaydi. O'sha narsani his qilish kerak. Undan tashqari mana hozirgi paytda Koreyaga borgandan keyin talabalar ko'pchiligi endi baribir ish topishga qiynaladi va osongina pul topish usullariga berilib ketib qolyapti. Misol uchun mana
pul yuvish ishlariga aralashib qoldi, to'g'rimi? Bir nechta talaba buni oqibatida qamalib qolgan holatlari ham bo'ldi. Bir nechta noqonuniy operatsiyalarga aralashib qoladi yoki misol uchun iloji boricha mana qizlarni Koreyaga biz o'zimiz ham maksimum darajada biz jo'natmaslikka harakat qilamiz. Qizlar ham misol uchun qiyin vaziyatlarda noto'g'ri yo'llarga kirib ketgan holatlari bo'ldida. O'shuning uchun hozir talabalarga ketishdan oldin nimani maslahat berish kerak? Endi hozir o'zi yangi semestr uchun planlarimizda ham bilsangiz u narsani qo'shyapmiz. Alohida har 2 haftada bir marta bilsangiz yangi semestrda o'quvchilarga biz bilan shartnoma qilgan o'quvchilarga trening qildirish onlayn. Koreyadagi vaziyat qanaqa? Koreyada o'sha ishlayotgan, davlat ishida ishlayotgan yokida o'sha qora mehnat qilayotgan o'quvchilarda, qaysidir top universitetda o'qiyotgan o'quvchilarda o'sha suhbatga taklif qilib turib, har 2 haftada bir marta ularni Koreyaga borishidan oldin tayyorlash uchun harakat qilyapmiz va bu yangi semestrda programmasiga qo'shganmiz, o'zingiz ham bilasiz. Ancha katta o'zgarishlar qilyapmiz yangi semestr uchun, yangiliklar. Xudo xolasa orientation beriladi. Ketishidan oldin mukammal har bitta holat bo'yicha, vaziyat bo'yicha tayyorlab, ya'ni o'zi oldin ham biz bilsangiz umuman ish bo'yicha reklamalar qilmaganmiz. Ketish bo'yicha shuncha pul topasan yo unaqa bunaqa deb turib reklamalar shu paytgacha qilmaganmiz-da. Endi hozir уже biz reklama qilmasak ham qolgan qaysidirlari qilinyapti bu narsa bo'yicha. Endi biz уже boshqa yo'nalishga o'tishimiz kerak, ularga tushuntirishimiz kerak. U borib turib unaqa pul topolmasligi mumkinligini, koreys tilini bilmasa qiynalishi mumkinligini, til bilmasdan hozir ko'pchilik qiynalyapti-da. Hozir ingliz tili bilan ketib bo'lsa ham, Koreyaga borgandan keyin tilni bilmasdan qiynalyapti. O'sha narsalargacha iloji boricha tushuntirib berishga o'quvchilarga harakat qilamiz. Imkoniyati bo'lsa, har bittasini detalni o'sha alohida vebinarlar qilib turib, tashkil qilib turib, universitetlari bo'yicha orientatsiya qilib turib, o'sha yangi semestr programmasiga bu narsani qo'shyapmiz. Xudo xolasa. Ular uchun ham ancha yangilik, yaxshi nima bo'ladi. Bilasizmi, men shunaqa deb o'ylayman, talabalarni sizlarga ham ko'p aytganman. Misol, mana hozir ham bu narsani hammaga ochiq oydin aytaman. Biza konsaltingdagi mijozlarimiz talabalar emasda. Bizning mijozlarimiz ota-onalar. Chunki pul sanaydigan ham ota-ona, ertaga Koreyaga ketgandan keyin o'rtoqlariga, do'stlariga tavsiya qiladigan ham ota-ona. Ota-ona juda ko'p narsani hal qiladi-da. Hozir mana pul berayotganda ota-ona mana o'zimizda o'quv markazi ham bor-a. Men ham o'quv markazidagi hozir mana Asakadagi o'quv markazimizda 1100 taga yaqin nima bo'ldi-da. Bola o'qiyapti-da hozir. Andijonda 300 taga yaqin o'qiydi misol. Jami hisobda u yoq-bu yoqi 1,5 mingtaga yaqin o'quvchi o'qiydi-da bizda. Men ularga doim bir narsani tushuntiraman. Bizning mijozimiz ota-ona, talaba emas. Chunki ota-onani biz qachon rozi qilsak, ular ertaga tavsiya qilish foizi yuqori bo'ladi. Eng qiziq tarafi, mana oddiy misol o'quv markaziga borayotgan talabani jo'natayotganda ham, farzandni jo'natayotganda ham ota-ona har oy to'lov keladi-yu, misol 300 ming, 400 ming deganda pul berayotganda o'zi nimanidir o'rganyapsanmi deydi-da. To'g'ri. O'zi nimadir o'sish bo'lyaptimi deydi. Yoki mana borib kelib yuribsanmi deydi. Xuddi shunga o'xshab konsaltingda ham ota-ona pul berayotganda bu firma ishonchlimi deydi, misol uchun bu firma ertaga aldab ketmaydimi yoki vizani chiqarib berar ekanmi deydi-da. Shunaqa holatlarda biz bizning pozitsiyada turishimiz kerak. Ota-onalarni ishonchini qozonishimiz uchun haqiqatda keyin ota-onalar bir taraf savolni berishiga asosiy sabab biz haqimizda to'liqligicha ma'lumotga ega bo'lmasligi mumkin. Nimaga ega bo'lmasligi mumkin? Chunki ota-onalar ko'plari sotsiyetlarda, Telegram shunga o'xshagan nimalarda kuzatish holatlari kamda. Talabalar o'zi topadi, shu firma ishonchli ekan deb turib unaqa qiladi-da, ota-onasiga olib boradi. Ota-onasi keyin yana kelib boshqatdan savollarni beradi, uni boshqatdan tushuntirib chiqish kerak. Shu holatlarda ota-onalarni ishontirishimiz uchun yoki ota-onalarni ishonchini oqlashimiz uchun biz aniq strategiyalardan foydalanishimiz kerak. Ya'ni ota-onalarga aniq talabalar roadmap deymiz. Mana bu semestrdan shu narsani men sizga aytdim, nima not qilib qo'ying dedim. Ya'ni talabalarni kelgandan boshlab ertaga Koreyaga borsa nimalar qilish kerakligi, Koreyaga borgungacha nima qilish kerakligi, Koreyada o'qish davomida nimalarga ahamiyat berish kerakligi va bitirgandan keyin qanaqa qilib
o'zini sohasi bo'yicha ish topsa bo'ladi, boshqa qilsa bo'ladi. Biz faqatgina jo'natib qo'yishimiz, balki ertaga Koreyaga borgandan keyingi narsalarni ham inobatga olishimiz kerak. Hisobga olishimiz Endi bu kerak. yerda yana bitta narsa, biz faqatgina hozir mana Koreya sohasida gaplashyapmiz-da. Aha. Xudo xolasa bizni maqsadimiz yaqin 1-2 yil ichida уже boshqa bozorlarda ham dominantlik qilish. Mana уже 5 yil ichida Koreya bozorida ishlagan bo'lsak, eng qiyin nimada ishladikda Bobur biz viza chiqarishda. Ya'ni viza turi bo'yicha eng qiyini mana Amerika, boshqa davlatlardan ko'ra nisbatan Koreyaning vizasi qiyinroq deb o'ylayman. Vizasi ham umumiy protsessni ham olib boradigan bo'lsa 6 oy davom etadi. Ha, application processi ham davom etadi. Shuning uchun agar mana shu narsada dominantlik qila olgan bo'lsak, agar shu narsada ich-ichiga kirib sistemalashtira olgan bo'lsak, Xudo xolasa boshqa bozorlarga kirishimiz ancha oson bo'ladi. Nima uchun birdaniga biz qolgan davlatlarda ham, universitetlarda ham qo'shib yubormaymiz? Sababi birinchi u narsalarni o'rganib chiqamiz, mukammal, keyin qo'shishimiz kerak bo'ladi. Misol uchun mana hozir Amerika, Xitoy birinchi bosqichda, keyingi bosqichda Malayziya, Singapur yoki Yevropa davlatlarini universitetlarini qo'shmoqchimiz-da. Bunga qanaqa qilib nima qilsak bo'ladi? O'zi qayerdan keldi? Endi boshqa davlatlarga chiqish fikri umuman qayerdan paydo bo'ldi o'zi? O'zi bilsangiz oxirgi paytlarda bu narsaga talab ham oshdi. Bizda уже shu paytgacha faqat nisha bo'yicha ishlab yurgan bo'lsak, faqat Koreya bo'yicha o'sha Koreyaga o'qish bo'yicha bakalavr, kasbiy ta'lim, magistratura bo'yicha borgan sari уже o'sha brend shakllanayotgandan keyin boshqa davlatlarga qiziquvchi o'quvchilar ham bo'laveradi. Bundan tashqari vizada hamma o'quvchi boya aytganimizdek viza oladi emasda. Viza ololmaydigan o'quvchilar bor. Koreyaga viza ololmasa, lekin o'quvchi boshqa davlatga viza olishligi mumkin-da. Biz o'quvchi bilan shartnoma qildikmi, ishini boshladikmi, demak, u ishini oxirigacha yakunlab berishimiz kerak. O'ylayman, bu viza mana shundan kelib chiqdi. Ya'ni o'quvchini ishini boshladikmi, oxirigacha yetkazib qo'yishimiz kerak. Koreyaga bo'lmadimi, o'quvchini maqsadi chetga chiqishmi? Chet davlatda o'qishmi? Demak, uni o'sha Koreyaga darajasi bo'ladigan bo'lsa, Koreya darajasiga mos bo'lgan davlat, boshqa qaysidir davlatga o'qishga borishiga yordam berishimiz kerak. Chunki uni maqsadi aniq, chetga chiqish kerak, chetda o'qish kerak. O'sha maqsadga erishish uchun biz eplolmadik degandan ko'ra, boshqa davlatga bo'lsa ham o'sha ishini bitirib berishimiz kerak. Ya'ni hozir mana biz ko'proq maqsadimizni IELTS bor talabalarga qaratishimiz kerak. IELTS bor va chet elda o'qimoqchi bo'lgan talabalar bizni target audiensimiz deb qabul qiladigan bo'lsak, IELTS bilan literally every countryga chiqsa bo'ladi, dunyodagi hamma davlatga chiqsa bo'ladi. Universitetlarga xalqaro talaba sifatida. Va shuning uchun biz agar IELTS bor talabalarni ko'proq jalb qila olsak, Amerikaga topshirsak bo'ladi, misol uchun. Angliya vizasiga topshirsa bo'ladi. Biz topshirsak bo'ladi, misol uchun Koreyaga IELTS bilan-da. Biz topshirsak bo'ladi, Singapur, Xitoy, Malayziyaga topshirsak bo'ladi. Shuning uchun bitta variantdan ko'ra talabalarda ham xotirjamlik bo'ladi. Bir nechta variantga tayangan holatda ish qiladi. Ish qilish mumkin bo'ladi. Misol ota-onasiga aytadi, "Voy, Brave uchun zo'r ekan. 4 ta 5 ta davlatga topshirgan ekan." Oldinlari 4 ta 5 ta universitetga topshirish ani cool, zo'r hisoblangan bo'lsa, endi biz keyingi etapga chiqqanimizda bir nechta davlatga topshiramiz-da. Tushunasizmi? Talabalarni bir nechta davlatga topshiramiz. Bir nechta davlatdagi bir nechta universitetlarga topshiramiz. Bu juda ham zo'r taklif talabalarimiz uchun. Maza qilib o'sha narsani Bright Future App'da option bo'ladi, talabalarda variant bo'ladi. Qayerda o'qisam ekan? Ana tasavvur qiling, boy odam bo'ladi-yu, qaysi moshdan olsam ekan deb optionlar bo'ladi. Xuddi shunaqa his qiladi-da, qaysi davlatga borsam ekan? Hamma davlatga o'qishga kirib qo'ygan, Singapurga ham, Malayziyaga ham, Amerikaga ham kirganda, misol Amerika vizasidan o'tkazsa, Koreyaga misol uchun, Koreya vizasidan misol o'tkazib qoladigan bo'lsa, at least Singapur, China, Xitoy misol uchun Malayziyaga ketsa bo'ladi-da. Bu talabalarning imkoniyatlarini yana ham kengaytirib, misol ota-onasi ham qanaqadir farzandidan faxrlanish tuyg'usi bo'ladi. Meni o'g'lim misol Malayziyada o'qiydi, meni o'g'lim Singapurda o'qiydi. Biz shunaqa xalqaro kompaniya darajasiga albatta Xudo xolasa yaqin kelajak ichida chiqamiz. 2 yil, 3 yil ichida aynan boshqa bozorlarda ham dominantlik qilishni boshlaymiz Xudo xolasa. Hozir chetga bunday olib qaraydigan bo'lsa, talab juda ancha oshyapti.
O'zbekistonda chetda o'qish bo'yicha butun dunyo bo'yicha уже chetda o'qiydiganlarni soni top 5talikda adashmasam O'zbekiston nimaga kirib bo'lgan. Aytmoqchi bo'lganim, unaqa talabda chetga o'qiydigan o'quvchilarni o'zi ko'p. Ularga yo'l ko'rsatish bo'yicha, yo'nalish bo'yicha o'sha eng asosiysi Bright Future app'da ham hali aytganimizdek maqsad shunaqangi bo'lishi kerakki, konsaltingga borib, misol Amerikaga yuboradigan konsaltingga alohida borish, Koreyaga jo'natadigan konsaltingga alohida borish kerak bo'ladi. Unga alohida to'lov qilish kerak. Yana qayerga borib, yana alohida to'lov qilish kerak. Bitta joyda o'zida xohlagan davlatiga topshirishi imkoniyatini yo'lga qo'yadigan bo'lsa, mashina o'zi eng katta yutuq bo'ladi. Eng katta yengillik bo'ladi deb o'ylayman ko'pchilikka. Albatta. Keyin yana bitta mavzu, hozir shu Bright Future haqida aytayotganimizda o'sha Bright Future maktabi haqida ham o'ylab yuribsiz, adashmasam. O'sha haqida ham ozgina gaplashsak yaxshi bo'ladi. Bu qanaqa yo'nalishda bo'ladi? Bobur qarang, bir vaqtda o'zida bir nechta proyektlarni qilyapmiz, xudo xolasa. Allohning izni bilan biza ko'rayotgan tomoshabinlar duo qilib turasizlar inshaalloh. Xo'p, Bright Future maktabini ustida ishlayapmiz hozir. O'sha bu narsa konsepsiyadan, ya'ni g'oyadan o'sha harakatga o'tgan. Bundan 3 yil oldin M-Factorda o'sha Hasan aka Saidov bilan podkastimiz bor. O'shani ham aytganman, kelajakda o'quv markazi qilamiz. Xudo xolasa undan keyin maktab ham qilamiz deganman. Allohning izni bilan sekin-sekin shu nimalarga kelyapmiz, kunlarga. Xo'p, birinchi maktabimiz Asakada bo'ladi, xudo xolasa, Andijon shahri, Asaka shahrida bo'ladi. Xo'p, maktabimizda asosiy ko'zlangan maqsad biz faqatgina birinchi sinflarda olamiz. Ya'ni 4ta sinf qabul qilamiz, 20 tadan 80 ta bola. Xudo xolasa birinchi sinfdan boshlab o'zimiz ularni parvarishlab, o'qitib, intizom, odob, bilim darajasi bo'yicha eng saviyali talabalar qilib, xudo xolasa nima qilamiz? Nima deydi? Tarbiyalaymiz inshaalloh. Xo'p, bu yerda Bright Future nomi ostida bo'ladimi degan birinchi savol turadi. Biz o'ylab Bright Future emas, Buyuk farzand xususiy maktabi deb qildik. Birinchi marta eksklyuziv tarzda hali hech qayerda aytilmagan. Bright Future o'rniga o'sha Bright Futuredagi BF bo'lsa, bizda o'sha Buyuk farzand, ya'ni bizda o'qigan talabalar buyuk farzand bo'lishlari kerak degan g'oyani oldiga suramiz, xudo xolasa. Va bizda nima uchun mana 2-3 sinf, misol uchun 5-sinflardan qabul qilmaymiz? Chunki har xil maktabda o'qigan, har xil muhitda katta bo'lgan nimalar keladi-da. Misol uchun aytaylik, bitta sinfda 18 ta yaxshi bola, 2 ta misol uchun yomon bola to'planib qolsa ham, boyagi 2 ta yomon bola nechtadir bolani salbiy o'zgarishga ta'sir qilib qolishi mumkin-da. Endi biz 7 yoshdan bolalarni qabul qilamizda, hammasi birinchi sinf bo'ladi. Ikkinchi sinfga o'tadi, yana 4 ta 5 ta birinchi sinf qabul qilamiz. Xuddi shu tartibda o'sib boraveradi. Misol Asakada Saidov School degani bor, Islombek aka. Bu ideyani bu akadan o'rganganmiz. Eng qiziq tarafi, ularga hayron qolganim, ularda mana o'quv markazlari ham bor, nimalari ham bor. Rus maktab. Eng undan ham meni hayratga solgan joyi, Asakada o'zi kadrlar kamda. Ya'ni mana Toshkent, даже Andijonda ham kam borda. Ular Asakani o'zida Andijondan har xil joylardan rus kadrlarini jalb qilib, rus tiliga ixtisoslashtirilgan maktab qilgan. Hammasini birinchi sinfdan qilgan. Keyingi yil ular 2-sinf bo'ladi, yana birinchi sinf qabul qiladi. Undan keyin yana 3-sinf bo'ladi, birinchi sinf qabul qiladi. Maqsad nima? Maqsad o'zlari tarbiyalash noldan. Noldan tarbiyalab, to 10-sinf, 11-sinfgacha chiqqungacha o'zlari shoshilmaydi, hech qayerga shoshilmaydi. Vaqt ko'p hali. Zato ertaga bitirganda natijali, rezultatli bolalar paydo bo'ladi. Endi bizning maktabimizda nimaga ixtisoslashtirilgan bo'ladi? Birinchi navbatda matematika va ingliz tiliga. Ingliz tili bu jahon tili. Jahon tili. 80% ma'lumot ingliz tilida. Albatta. Ingliz tili must, ya'ni majburiy bilish kerak. O'sha 4-sinfgacha ingliz tilida gaplashadigan bo'ladi bizning Matematika bu fikrlashni,
mantiqiy, Tanqidiy fikrlash. tanqidiy fikrlashni rivojlantirish uchun eng muhim bu exercise, ya'ni mashq hisoblanadi. Eng muhim fan hisoblanadi. Hozir AI'da ham o'sha ITni ham tagida matematika turadi, informatika misol Tagida tagida matematika matematika turadi. turadi, Matematikani bilmasa u narsalar bilmaydi. albatta. Eng asosiy fanlar deb tanlangan. Albatta. Ikkalasi ham. Undan tashqari matematikaga ixtisoslashgan bo'ladi. Xudo xolasa, undan tashqari ITni ham qo'shamiz. ITda ham shunchaki bu kod yozish yoki qanaqadir programmingga yaqin narsa bo'lmaydi yoshligida. Biz hozirgi zamonda AIni qanday ishlatish, ya'ni unga qanday to'g'ri prompt berish, buyruq berish, o'zingizni maqsadlaringizga erishish uchun u yordamchi bo'ladi-yu, o'sha yordamchidan qanday to'g'ri foydalanishni o'rgatamiz-da. Yoshligida Academic skill deydi-yu, shunga o'xshab AI skill o'rgatiladi. Gamifikatsiya bo'ladi. Ya'ni buni o'tirgizib olib, haligi jiddiy turib emas, bolaga o'yinlar orqali mana ko'yin sistemani yo'lga qo'yamiz. Xudo xolasa ko'rasiz. Ya'ni bola uyush qilgani uchun, intizomli bo'lgani uchun qanaqadir ballar yig'ib boradi va o'sha ballarda bizda shop bo'ladi. O'sha shopdagi aytaylik AirPod, telefon, mana zamonaviy o'quv markaz maktablarida ham birinchilar topish mumkin. nima exchange qilsa bo'ladi, ya'ni almashtirsa bo'ladi. Undan tashqari mana yaqinda Xitoyga ham borib keldim. Yana Xudo xolasa Xitoy va Koreya tajribasidan o'rgangan holatda bir narsani yo'lga qo'ymoqchiman. Talabalar katta bo'lgandan keyin mana hayoti davomida muhim ko'nikmalar, misol uchun ovqat pishirish, dazmol qilish, mana Xitoyda maktablardan basketbol o'ynayotgani, hali kichkina qurilishlar qilayotgan, ovqat pishirayotgan yosh bolalar chiqib qoladi. 6 yosh bolagilar ko'rsangiz, 4-sinf, 5-sinf. Xuddi shunga o'xshagan hayotiy ko'nikmalarni shakllantirishda biz yo'lga qo'ymoqchimiz. Ya'ni pul to'plash, moliyaviy savodxonlik maktabda o'qitilmaydi bilsangiz. Misol maktabda o'qitilmaydi-da, maqsad qo'yish. Pulni boshqarishda misol uchun. Oddiy misol mana maqsad qo'yish. Maqsad qo'yishni ham o'rgatamiz-da. Har bitta talaba bizda yoshligidan maqsad qo'yishni o'rganadi-da. Undan tashqari o'sha pul yig'ish, jamg'arish, uni kichik miqdorda bo'lsa ham investitsiya qilish, misol uchun moliyaviy bilimlarni ham o'rgatib boramiz talabalarimizga. Hayotda bu eng muhim ko'nikmalardan-da. Xuddi shu narsalar ko'nikmalarni shakllantirib boramiz va bu maktabimiz Xudo xolasa innovatsion maktab bo'ladi. Bizda o'sha sharoitlar bor, LED monitorlardan foydalanamiz. Xudo xolasa, undan tashqari bizni talabalarimiz Xudo xolasa 5-sinfdan keyin agar undan ham kuchliroq bo'lgan misol prezident maktab yoki maktablarga raqobatlasha oladigan muhitlarga chiqishlari kerak bo'ladi, Xudo xolasa. Ya'ni o'sha talabalar bilan olimpiadada endi bu uni o'ylab qaraydigan bo'lsangiz, aka deyishingiz mumkin, lekin qilib bo'lmaydigan ishni o'zi yo'q-da. Niyatimiz yaxshi, Xudo xolasa o'sha prezident maktabidagi любой bolani olib kelasiz. Xudo xolasa bizning maktabimizdagi bola bilan birga bir anaqa qilaveradigan, raqobat qila oladigan bo'ladi-da, Xudo xolasa. Endi maqsadimiz shu. Ertaga Xudo xolasa undan keyingi maqsadimiz dunyodagi eng kuchli maktablar bilan raqobatlasha oladigan bolalar ta'minlash. Birinchi Asakada shu kichkina joydan boshlab turamiz. O'zimizda joy bor. Keyin undan keyin mana 1-sinfdan 5-sinfgacha, 5-sinfdan 9, 10, 11larni qo'shamiz. Xudo xolasa o'sha kelajakda o'zimizni maktab Xudo xolasa setlarimiz bo'ladi. Balki bog'chani ham yo'lga qo'yamiz. O'sha koreyskiy bog'chalar, mana Xitoy bog'chalaridan ilhomlangan holatda bu ideyam ham bor. Inshaalloh maktab, bog'cha, o'quv markaz Xudo xolasa o'sha BF platformalarida yo'lga qo'ysa, ya'ni ta'lim klasteri bo'ladi. Xolasa ta'lim klasteri bo'ladi. Bu bir kunda bo'lib qolmaydi, Bobur. Bu yillar davomida shakllanadi va buni orqasida juda katta jamoa ishlaydi. Buni orqasida juda katta ruhlantiruvchi g'oyalar bor. Xudo xolasa Andijonda yoki shu viloyatlarda tajribamizni o'zimizni oshira oladigan bo'lsak, Xudo xolasa bu narsani Toshkentda, misol uchun mana Jizzaxda, boshqa viloyatlarda ham bemalol qo'llashimiz mumkin bo'ladi, Xudo xolasa. Bo'ldi. Aka, endi hozir o'sha haligi videoda o'quvchilarda ba'zi savollar bo'libdi. O'sha savollarga ham qisqa javob berib o'tsak bo'ladi. Hozirgi paytda bilsangiz, bu semestrda ham u narsa sezildi. Regionalniy viza dasturi bo'lardi. O'tgan semestrda bilsangiz, eng ko'p 40 tadan oshiq 45 ta o'quvchiga regionalniy viza olib berdik. O'sha regionalniy viza degani hozir ko'pchilik tushunmaganlar uchun ota-ona yillik daromad so'ramaydigan, 1 oylik, 2 oylik manshoot so'ramaydigan, Koreyaning o'zida telek sifatida keladigan viza turi.
Fanyob viza. U vizani oladigan bo'lsa, o'sha Koreyani ma'lum bir regionalniy qismlariga borib turib, o'sha yerda o'qishi kerak bo'ladi o'quvchi. Kollejlarga asosan beriladi. Va bu semestrdan u narsa keskin kamayib ketdi. Va ko'pchilik o'yladiki, u narsa yo'q. Lekin faqat hozir bakalavr dasturiga regionalniy viza dasturi bor. Bakalavrga topshirmoqchi bo'lgan o'quvchilarga imkoniyati bo'lyapti, lekin kasbiy ta'limga deyarli tugadi. Uni o'rniga yangi o'sha Y7M degan viza turi chiqdi. Bilsangiz, Koreyaga borgandan keyin o'qigandan keyin ish bilan ta'minlab beradigan o'sha Y7M viza turi. Uning uchun to'piy 3 sertifikati kerak. Uje xullas bu yerda asosiy g'oya, asosiy ma'no qancha sizni til bilish sertifikatingiz darajangiz yuqori bo'ladigan bo'lsa, sizda imkoniyat shunchalik ko'p bo'ladi. Bir foiz universitetlar misol uchun ro'yxati o'tgan yili 10 ta bo'lsa, bu yil 32 taga oshib ketdi. Salkam 2 barobarga oshdi. Bir foiz universitetlarda imkoniyatlarni ko'pchilik biladi. Yillik daromaddan bir oylik KDB tam talab qilmaydi, lekin bakalavr dasturi. Koreyani o'zi ham asosiy talab qilinayotgan narsasi shu. Sertifikatingiz qancha yuqori bo'ladigan bo'lsa, imkoniyatingiz shuncha ko'proq bo'ladi. Buni yana bitta misoli sifatida sertifikatsiz magistratura dasturi. Bilsangiz, bir yil oldin chiqqan bo'lsa, sertifikatsiz magistratura o'tgan yil dasturi bu yil hisobidan ancha katta o'zgarishlar bo'lib ketdi. O'qishga kirishdan tashqari viza olish bo'yicha ham katta o'zgarishlar bo'lyapti. Sertifikatsiz magistraturaga ketish imkoniyati ancha kamayapti. Sertifikati past bo'lib turib, viza olish imkoniyati ancha kamayapti va oxirgi taqiladigan joyi sertifikatni demak yuqori, balandroq qiladigan bo'lsa, shansi shunchalik ko'payyapti-da. Topik misol uchun 3 bo'lsa, imkoniyat ko'p. IELTS kamida 5,5 bo'ladigan bo'lsa, imkoniyat ko'p. Bakalavrga ham, kasbiy ta'limga ham. Daromadingiz bo'lmagan taqdirda ham o'zi bilsangiz, yaqinda chiqdi, o'sha noyabrda tasdiqlanadi deyapti. Yangi qaror bo'yicha Koreyani o'sha oldin songa ko'proq e'tibor bergan bo'lsa, ular ham endi hozir o'sha sifatga ko'proq e'tibor beryapti-da, bilsangiz. Sifatli talabalarni qabul qilishga o'zi e'tibor kuchayyapti. Ya'ni qanchalik til sertifikati yaxshi bo'ladigan bo'lsa o'quvchini, shunchalik ularda ham viza berish imkoniyati ko'payyapti. Tendensiya o'zgaryapti-da, tez o'zgaryapti. Bu fikringiz qanaqa bu narsaga? Xo'p, umumiy aytganda bozorni holati o'zgaryapti. Oldingi Koreyani aytaylik, xohishi bilan hozirgi xohishlari umuman boshqacha. Xo'p, regional viza Koreya ham endi o'zini talablaridan kelib chiqib, chet ellik talabalarni jalb qilyapti-da. Misol regional viza o'zi qayerdan kelib chiqdi desangiz, region so'zidan kelib chiqqan. O'sha ma'lum bir joylar, shaharlar, hokimiyatlarda aholi kamayib ketyapti. Ya'ni juda ko'pchilik urbanizatsiya natijasida shaharlarga ko'chib kelyapti. Seul yoki shunga o'xshagan shaharlarga. Endi shu bilan birgalikda Koreyada umumiy tug'ilish soni kamayyapti-da. O'shuning uchun ma'lum bir regionlar bo'shab qolyapti. U regionlar bo'shab qolsa, o'z-o'zidan u yerdagi infrastruktura bo'ladi, misol uchun. Bu biznesga ta'sir qiladi-da. Universitet holati, aholini kamayishini holati. O'shuning uchun o'sha regionlarga viza beryapti. Ya'ni nisbatan viza chiqish ehtimoli yuqoriroq. Shu ideya bo'ldi va buni test rejimda 1 yil qilib ko'rishdi. O'zini oqlaydimi, oqlamaydimi deb. Bu endi muammo nimada bo'ldi? Bu regionlarga viza yaxshiroq chiqadi desa, hamma o'sha regionlarga topshiriladi. Endi bu o'yladi, Koreya davlati shu joyda qolib, o'qib, shu joyda qolib ishlaydi. Natijada bu aholi ko'payadi deb turib, reja qilganda unaqa bo'lmadi, keldi bu yerga. Ko'pchilik o'sha qarasa, aholi kam, ishlar ham kam, o'z-o'zidan ular ham keyin shaharga qarab intilishga harakat qildida, o'zgartirmoqchi bo'ldi universitetini yoki qanaqadir norozichiliklar kelib chiqdi-da. Norozichiliklar kelib chiqdi, o'sha qarasa universitetni o'zgartirib yuboryapti yoki umuman o'qishga kelmay qo'yayotgan holatlari bo'ldi va bu test rejimda o'zini oqlamagani uchun to'xtatdi. Misol uchun mana bu semestr regional viza deyarli chiqdi. Misol uchun bir nechta universitetlar beryapti, xolos. U ham o'zini oqlagan holatlarida. Qolib ketgan kvotalar bo'lgan bo'lsa, ba'ziga o'quvchilar o'shalarni beryapti, lekin aksariyat kvotalar yopildi. Deyarli yo'q. Bu birinchi tendensiya. Ikkinchi tendensiya, mana o'tgan
semestr o'tgan yillardan boshlab til sertifikatsiz magistratura juda ommalashib ketdida. Aytaylik, o'sha paytda konsaltinglar shu orqasidan ko'payib ketdi. Shuni orqasidan ham ko'payib ketdida. Qilib beryapti, Koreyaga borgandan keyin bir nechta kars topib olyapti, u kars universitet bilan shartnoma qilib olyaptida. Bu talabalarga baqirib reklama qilyapti. Oxirigacha konsalting kompaniyani o'zi ham tushunmayapti. Uni natijalarini, qanaqa boshlanib, qanaqa tugashini bilmayapti. oqibatlarini, ta'sirini his qilmagan holatda faqatgina o'sha bugungi kun bilan reklamani bosyapti-da. Ana ahamiyat bergan bo'lsangiz, biz ham unaqa oldinlari ham pik vaqtida ham unaqa reklamani ko'p qilmaganmiz-da. Boshida misol qilganmiz, qarasak bozorda shunaqa o'zgarish bo'lyapti. Biz kutgandan darajada ko'proq darajada ko'proq. Shuning uchun chiqardik viza. Misol uchun o'tgan semestrda nechta viza chiqdi magistratura? Sertifikatsiz bo'yicha 50 tadan ko'p. 50 tadan ko'p viza chiqdi. 50 tadan ko'p talaba o'sha sertifikasiz kerak. Endi nima bo'ldi o'sha 50 ta student kerakga borgandan keyin? Eng qiziq savol shuda. Eng qiziq savol. Muammo kelib chiqdi. 50 tadan orqasidan yana 100 ta talaba keldi, reklama qilmasak ham misol uchun-da. Muammo o'sha 50 ta talaba kerakga borgandan keyin просто так nechtasidir nelegalga chiqib ketdi. Natijada universitet bilan biz отношениямыз, ya'ni munosabatimizga salbiy ta'sir ko'rsatdi-da. Siz aytyapti, misol, sizlarning kompaniyalardan kelgan bola nelegalga chiqib ketdi va endi sizlar bilan ishlamaymiz degan holatlar. Endi bu narsa reputatsiyaga ta'sir qiladi. Endi biz nima qildik? Iloji boricha maksimum darajada kamaytirishga harakat qilyapmiz. Bitta bu bizda emas, juda ko'p konsaltinglarga bog'liqli narsa-da bu. O'zimiz misolimizda ko'rsatyapmiz. O'zimizni misolimizda ko'rsatyapmiz-da. Endi tasavvur qiling, minglab misol uchun talabalar ketyapti, nechtadir 50-60 ta konsalting jo'natyapti deylik. Общий hisob. Koreyaga borgandan keyin u talabalar nechadir foizi nelegalga chiqib ketsa, u yerda kompaniyalardan ko'ra reputatsiya bu yerda xalqni reputatsiyasi turibdi. O'zbekiston, to'g'ri. Endi nima degan omil bo'ladi karslarda? Keladi, nelegalga chiqib ketadi, demak ularni olish kerak emas degan narsa shakllanib qolishidan ehtiyot bo'lish kerak. Oxirini o'ylash kerak-da, baribir. Bu qisqa vaqt ichida, short termda o'ylamash kerak. Short term degani o'sha qisqa vaqt ichida pulni qilib olaman, bosib olaman degandan ko'ra, to'xta. Qisqa vaqt ertaga nima bo'ladi degan savolni ko'proq o'ylash kerak. Uning uchun bu yerda o'sha bog'liqlik jihati yillik mana Koreya hukumati ham ko'p narsani test qilib ko'ryapti dedim-ku. Ikkinchi test qilib ko'rgan narsasi talabalarni qaradida nelegallar soni bo'ladigan bo'lsa, bu nimaga nelegalga chiqadi? Ishlash uchun nelegalga chiqadi. Demak, talabalarni biz moliyaviy holati yaxshi bo'lsa keyin qabul qilishimiz kerak, o'sha holatda viza berishimiz kerak dedi-da, uni yillik daromadga ko'proq fokus qaratdi-da, keyin ikkinchi etapida. Yillik daromadga fokus qaratdi, qarasa unda ham bo'lmaydi. Chunki nimadirlar topib o'zbeklar bilasiz, yo'llar topadi. Uyni mashina nomiga o'tkazib, yillik daromadlarda qilib, ham yo'qni qilib topshirdi, viza berishdi. Qarasa bu ham ishlamaydi. Baribir nelegal unaqa katta ta'sir ko'rsatmadi. Endi nima qilmoqchi? Endi haqiqatda o'qimoqchi bo'lgan talabalarda til sertifikati yuqori, maktab baholariga ham qarashni yo'lga qo'ysa kerak degan o'y bor-da, taxminlar bor. Ya'ni haqiqatda talaba o'qigan talaba bo'lsa, Koreyaga borsa, u talabalarni prioriteti o'qish bo'ladi, ishlash emas, tushunyapsizmi? 3-etapida o'sha shu yerga yetib keldi. Ya'ni qancha talabani til sertifikati yuqori bo'lsa, shuncha nima beradi, viza chiqish ehtimoli yuqoriroq bo'ladi. Moliyaviy holatdan ko'ra ham u narsa muhim. Endi u degani mana topik 2 bilan kasbiy ta'limlarga viza chiqmaydimi deb turgan tabiiy savollar tug'ilishi mumkin. Yo'q, unaqa degani emas. Topik 2 bilan kasbiy ta'limlarga viza chiqaveradi. Xudo xolasa, topik 1 bilan til kursiga ham viza chiqaveradi. Faqatgina mana bakalavri, magistratura nyuanslarida ko'proq til sertifikatlariga qarab nima qilish, nima deydi, akademik yutuqlariga qarab turib viza chiqish ehtimolini oshirish mumkin bo'ladi. Xullas, tendensiya shu orqali o'zgaryapti-da. Kelib turib, topik 2 bilan yaxshi viza chiqadimi, topik 3 bilan yaxshi viza chiqadimi deb turib so'raydi-yu, u aniq-da, topik 3 bilan viza yaxshiroq chiqishi aniq. Shunisi imkoniyati boricha o'quvchilar sertifikatini yaxshilab turib topshirgani yaxshi. Shunda viza chiqsa yaxshiroq bo'ladi. Sertifikatsiz magistraturalarda o'sha ta'siri boya siz aytganingizdek, bu yerda bitta konsalting emas, kompaniya emas, o'quvchi emas, butun o'sha O'zbekistondan boradigan talabalar haqida gap ketyapti-da. Albatta. Bitta o'sha sertifikatsiz magistraturadan ketib turib nelegalga chiqqan o'quvchining ta'sirida boyagi sertifikati yaxshi bo'lib turib boradigan bolani universitetda даже o'zi qabul qilmasligi mumkin-da. O'zbeklarda o'sha viral tarqalib ketadi. U narsa O'zbekistondan borgan o'quvchilar masalan nelegalga chiqish foizi yuqori.
Buni oqibatida o'sha sertifikati bor o'quvchi ham даже universitetga qabul qilinmasligi yoki viza ololmasligi mumkin. Albatta. Har bitta paytda bu Salbiy bo'ladi. ta'sir Shu narsani ko'rsatadi. ham hisobga olish Shuning kerak. uchun bizni ham fokusimiz iloji boricha sifatli talabalarga qaratilyapti va sifatli talabalarda ham ikkinchi faktor borda. Moliyaviy jihatdan qanchalik stabil. Ya'ni biz hozir mana Koreya bozorida ishlab ko'rdik. Biznes masalan egasi sifatida o'zim shu narsalarni analiz qilib boraman doimiy tarzda. Biz Koreya bilan ishlaganimizda o'rta daromaddan pastroq oilalar bilan biz ko'proq kontakt qildikda. Sizni o'tgan safargi fikringizda ham bitta men yaxshi xulosa oldim. Aka, odamlar boyiyapti. Odamlar boyiyapti va odamlarda pul ko'p. Biz boy qatlamga ko'proq fokus qaratishimiz kerak degan g'oyaga o'xshagan bir g'oyani aytdingiz. Yaxshi bu narsa. Sababi biz уже mana o'rta miyona qatlam bilan ishlab turib, biz xayolimizdan chiqib qolgan bo'lishi mumkin. Mana bu yerda to'xtab boy qatlam ham bor. Ularga fokus qaratsa, ertaga Koreyaga misol uchun manada Koreyada Koreya universitetida o'qiganman. Shunaqa talabalar bo'lardi O'zbekiston top universitetlarga keladi. Umuman ishlamaydi, mana biz ishlaymiz. Faqat o'qiydida kanikulda biz kanikulda qolib ishlaymiz. Keyingi semestrga kontraktda harakatini qilib qo'yishimiz kerak. Ular o'qish tugashiga imtihon topshirib turib, biletini dadasi uydagilar olib beradi, O'zbekistonga qaytib ketadi. 2 oy, 2,5 oy yozda, 2 oy, 2,5 oy qishda kanikulda O'zbekistonda yuradida, yana o'qish boshlanishidan 1-2 hafta oldin keladi, yana o'qishini davom etkazib ketaveradi. Kontraktga hech narsani o'ylamaydi demoqchiman-da. O'zbekistondagi yozadi. Shunaqa talabalar ko'p, eng qizig'i. Amerikaga ham mana misol uchun yoki Yevropaga ham topshirayotgan talabalar ichida bunaqa qatlam juda ko'p. Chunki boylar farzandini O'zbekistonda o'qitishdan ko'ra chet elda yaxshiroq universitetlarda o'qitishga pul to'lashga tayyor-da. Agar bu narsada ishonchli bir firma bo'ladigan bo'lsak, misol uchun-da, ishonchli firma bo'lishimiz uchun bizda tajribamiz bor, resurslarimiz yetarli. Misol hamma yo'g'imiz mos keladi-da bu qatlamga xizmat ko'rsatishga. Shuning uchun bizni maqsadimiz ham xudo xolasa ko'proq o'rta qatlamdan yuqori va boy qatlamga xizmat ko'rsatish. Ularda ehtiyojlarini qondirish, ya'ni ularda farzandlari top universitetlarda o'qimoqchi bo'lsa, aynan o'sha BF mentorship orqali ularda hujjatlarini, hamma yo'g'ini tayyorlab turib, o'sha top universitetlarga kirib, o'z-o'zidan finansiy holati yaxshi bo'lsa, Amerikaga ham, misol uchun Yevropaga ham, любой davlatga viza beraveradi-da. O'z-o'zidan bizni kompaniyamizni holati ham, reputatsiyasi ham ancha yaxshilashadi. Biz asl maqsadga qaytamiz. Asosiy biz o'zligimizga qaytamiz. Faqat o'qiydigan o'quvchilar. Oldingiga o'xshab to'g'ri 1000 ta 2000 ta student qila olmasligingiz mumkin. Lekin 500 ta 400 ta yiliga misol uchun 500-600 ta student bilan ham undan ko'ra ko'proq pul topa olasiz. Undan ko'ra kamroq boshoqroq bo'ladi. Undan ko'ra reputatsiya yaxshiroq bo'ladi-da. O'qiydigan o'quvchilar. Bizni shu konsaltingda ham o'sha yo'nalishimiz o'qishda ta'lim bo'lsa, o'sha ta'lim sohasida o'qishga ketmoqchi, o'zini ustida ishlamoqchi bo'lgan o'quvchilarni yo'naltishga harakat qilamiz. O'sha asosiy maqsad ham shunaqa. Keyin yana bitta savol beryapti o'quvchilarda. O'sha til kursiga hozir ketganim yaxshimi yoki-da to'piy 3-4 olib turib bakalavr ketganim yaxshimi deb turib so'rayapti. Nima deb o'ylaysiz? Bu yerda hozir asosiy meni o'ylashim bo'yicha maqsad. O'quvchini maqsadi qanaqa? Shunga bog'liq. Moliyaviy jihatdan o'sha pulga, resursiga bog'liq. Sizni fikringiz qanaqa bu to'piy? Haligi Alex Hormoziyning nimasi bor-da, ignorance tax deydi, ya'ni bilmaslik solig'i. Bilimsizlik solig'ida. Odam qancha bilimsiz bo'lsa, shuncha ko'p pul to'laydi-da. Xuddi shunga o'xshab turib, qancha til bilish sertifikati past bo'ladigan bo'lsa, ketish xarajati shuncha yuqori bo'ladi. Shuncha yuqori bo'ladi-da. Xuddi shunga o'xshab turib, mana til sertifikati yo'q. Umuman o'qimagan yoki til sertifikati ola olmagan talaba shunchalik ko'proq pul sarflaydi-da. Hali o'qishga olib kirib qo'yish uchun ham siz top universitetda O'zbekistonda ham-da, miyingiz bo'lsa, o'qigan bo'lsangiz, hech qanaqa pul bermasdan topshiraverasiz. Misol uchun imtihondan o'tib kirib ketaverasiz-da, misol uchun. Shunaqa holatlar bo'ladi. O'sha pullarni berib yurib, siz oddiy bilimingiz bilan kirib ketgan joyga odamlar 10 ming, 20 ming dollar super grant qilib pullar berib, misol uchun kirgan holatlar. Xuddi shunga o'xshab til sertifikati yo'q bo'lsa talabani, chet elga chiqish xarajati shuncha yuqori bo'ladi. Oddiy misol til kursiga ketmoqchi bo'lsa, misol uchun 7 ming, 8 ming, ba'zi holatlarda 9 ming, 10 ming dollargacha xarajat sarflaydi-da ketib olish uchun. Endi
Topik 2 bo'lsa, Topik 2 bu noldan nisbatan 6 oy Yaxshiroq. deganida, Karlson agar Ha. ustida ishlasa, noldan 6 oyda mana biz olib beryapmiz. Topik 2 olyapti Topik o'quvchilar. 2 olyapti-da o'zimizlar real talabalar. Endi Topik 2 bo'lsa, o'sha xarajat aytaylik $5000 ga tushadi. Qancha xarajat? $10,000 dan 2 barobar kam xarajatda. Agar 3 bo'ladigan bo'lsa, mana 1% universitetlarga qabul qilinsa, grant yutsa, misol uchun o'sha xarajat yana 2 barobar kamaysa, $5,500 $2,500 xuddi shunaqada, tushunyapsizmi? O'shuning uchun talaba qancha salohiyatli, qancha bilimli bo'lsa, shuncha kamroq pul sarflaydi. Shu taraflari bor. Shu tarafi bor. Lekin yana bitta tarafini hisobga olish kerak. Maqsadga ham bog'liq. Maqsadga ham bog'liq. Agar siz aytgandaqa imkoniyati bo'lsa, 8,000 10,000 puli bor, imkoniyati bor, Koreyada rosta kamiga til kursini, tilni o'rganmoqchi bo'lsa, O'zbekistonda o'qimoqchi emas, Koreyani o'zida tilni o'rganmoqchi bo'lsa, unaqa o'quvchilarga bemalol borib o'sha yerda o'qisa bo'ladi. Lekin u yerda borish maqsadi ishlash bo'lmasligi kerak. Maqsadi ishlash bo'lsa, ishlanmaydi til kursida. Buni biz oldindan aytib kelamiz. O'shani hisobiga til kursini ham bilasizlar, deyarli kam qilganmiz, lekin hozir talab borda, puli bor. Koreyani o'zida til kursini o'qimoqchiman deyapti. O'qish 5 kun. 5 kun o'qishing kerak desa, o'qiyman 5 kun. O'qiyman deyapti. 5 kun o'qiyman deyapti. Pulim bor, imkoniyatim bor, o'qiyman shu yerda. Unda ketaverish kerak. Unda ketish kerak. Unda ketish kerak. Albatta. Oldinlari men ham chunki o'rganamiz-da, ta'limda o'sha yerda o'qiydi, muhitga moslashadi, bakalavr o'qishidan oldin yoki kollej o'qishidan oldin uje hamma narsa haqida, resurs haqida ma'lumoti, imkoniyati bo'ladi. Bo'ladi. Shu taraflama yaxshi. Puli bo'lsa yaxshi. O'sha puli bor o'quvchilar yana bitta narsada til kursida o'qigan talabalarni men yomonlamoqchi emasman. Nabarat o'qish kerak ekan deb tushunaman-da. Sababi mana o'zim ham Koreyada yurdim, kelgandan keyin ozgina sabr qilib til kursida nelegalga chiqib ketmasdan, misol uchun haftada chunki 4 kun 5 kun o'qish bo'ladi, ertalabdan obeddan keyin kechki paytgacha bo'ladi-da. Shunaqa vaqt ozgina sabr qila olsa talaba, bu juda katta narsa beradi talabaga. Misol uchun o'sha kursda o'qishda tilni mukammal o'rganadi. Chista bitta ham o'zbek tilida bo'lmaydi. Hamma dars koreys tilida bo'ladi. Darslar koreys tilida, tilni mukammal o'rganadi. Tarixini, madaniyatini, misol uchun, koreyslar nimani xohlashini hamma yo'qda-da. Universitetda u narsalar o'rgatilmaydi. Universitetda o'rgatilmaydi-da bu narsalar. Universitetda o'rgatilmaydi. Bu til dasturi o'zi aslida zo'r g'oya. Mana chet eldan, даже Amerikadan, Fransiyadan, Yevropadan top universitetlar, mana Koreya universitetining til kursisi bor, kelishadi. Koreys tilini o'qishadi. Faqat bizda mana shu narsani men o'ylab qoldim hozir. Biznes bo'lib ketib qolganda, til kursi biznes sifatida qaralib, puli imkoniyati bormi, yo'qmi jo'natib yuboryapti-da. Koreya borgandan keyin u bola u narsadan xabari yo'q, nimasi yo'q, ma'lumoti yo'q. Juda qiyin-da. Shuni orqasidan til kursi yomon nimaga chiqib qolganda, lekin aslida bu yaxshi narsa. Yaxshi narsa. Tagini qaraydigan bo'lsa. Faqat o'qiydiganlar uchun yaxshi. O'qiydiganlar uchun. Lekin unaqa biznes sifatida konsaltinglar bor, foydalanib turib, o'sha zo'r qiynalib pulni yig'ib turib, o'zi mayda O'zbekistonda undan arzonga o'qisa bo'ladi-da. Albatta. Koreyaga dedi, shuni jo'natib yuboradi, til kursiga sertifikat kerak emas deb turib, bola u yerda vaqti qiynalib qoladi-da. O'sha tarafni puli bo'lsa, imkoniyati bo'lsa, lekin o'qisa, siz aytgandek eng zo'r dastur. Amerikadan dazi kelib turib o'qiydi til kursiga. Top universitetlarda til kursi dasturlari bor. Shunaqangi imkoniyati bo'ladi. O'sha bakalavr dasturida bermaydigan bilimni nimani olsa bo'ladi-da. Albatta. Endi hozir mana 2026-yil kuzgi semestrda почти yakunladik-da. Natijalar hammasi chiqib bo'ldimi? Misol uchun, qisqa qilib wrap up qiladigan bo'lsak, ya'ni hamma talabalarni ishlari hal bo'ldimi? O'sha 27-yilga topshirishimiz uchun firma to'lovlarida qanaqadir o'zgarishlar bo'ldimi? Bu haqda ham yana ozgina gaplashib ketishimiz kerak. Sababi biz kuzatuvchilar bu qanaqadir taxollikni tayyor turgan bo'lsa, nimadir ekan, firma to'lovlari ham qimmat bo'lsa kerak degan o'ylar bo'lishi mumkin. Yoki topshirmoqchi bo'lgan talabalar bo'lsa, ko'rayotgan talabalarimiz ichida, auditoriya ichida, ularga ham ozgina, ya'ni qanaqa hujjatlari kerak bo'ladi o'zi bularda. Qanaqa talabalar bilan biz ishlay olamiz-u, qanaqalar bilan ishlay olmaymiz. Shular haqida ham taxminiy nimalar aytib ketadigan bo'lsak, misol ofislarimiz bo'lishi mumkin viloyatlarda. Hamma kelib ketish shart emas-da, misol uchun. Обязательно Andijonga yoki Toshkentga, yoki telefon orqali ham onlayn shartnomalar qilsak bo'ladi. Shu narsalarni ham ozgina ochib bersak, xudo xolasa topshirmoqchi bo'lib qolgan mana shuncha podkastni ko'rib, nimadir o'rganib, keyin mana shu firma bilan bir ishlay degan g'oya bo'lsa, misol uchun
mana boshqa davlatlarga ham topshirib beramiz deyapmiz. Ular Aha. ham topshirish narxlari, taxminiy narsalar haqida ham Hop. ozgina gaplashib o'tsak yaxshi bo'lardi. Kuzgi semestrda natijalariga keladigan bo'lsak, deyarli o'sha 90-95% o'quvchimiz ishi yakunlandi. Viza etapiga o'tdi, ya'ni o'qish universitet tomonidan ishlari yakunlandi. Va aytganimdek 100 ga yaqin, 110 o'quvchi bo'ldi. 1% universitetlarga kirgan bo'lsa, 1% o'ziga. 1% o'ziga. 1% universitetlarda o'ziga. Bundan tashqari kasbiy ta'lim bakalavrda o'sha oddiy universitetlar bor. Ularga qabul qilingan o'quvchilarimiz bor. Umumiy olib qaraganda shu 90-95% o'quvchimizni ishi yakunlandi. Yaqinda to'piy sertifikatini olgan o'quvchilarimizni ayrimlari bor. Chunki natijasi yaqinda chiqdi ularni. O'shalarni universitetlari xudo xolasa o'qishga topshirib qo'yganmiz. Hal bo'lsa deyarli hammasini ishi yakunlanadi. Viza etapiga o'tadi. Vizaga kirgizib yuborgan o'quvchilarimiz ham bor. 50 tadan oshdi o'quvchilarimizni elchixonaga ham kirgizib yubordik. Birinchi raund kirgizib Inshaalloh birinchi raund kirgizdik. Uchta raund kirgizamiz unda xohlasa. Xudo xolasa 3ta raundda umumiy o'sha birinchi raundda bash o'tib qo'yilgan o'quvchilarimizni kirgizib yubordik. Inshaalloh yaxshi natijalarni kutib turibmiz. Duo qilasizlar. Inshaalloh ularni ham natijalarini, vizasini oladigan bo'lsa, uje Koreyaga birinchi reysimiz 18-avgust. Xudo xolasa inshaalloh ularni chiqarib hamma talabalar viza olishini tilab qolamiz. Nafaqat biz bilan shartnoma tuzgan, balki Koreyaga harakat qilayotgan talabalar ham hammasi umid bilan harakat qiladi-da, to'g'risi. Shuncha harakat qiladi, shuncha harakat qiladi, mablag' sarflaydi. Hammasi yorug'uz bilan vizalarni olishini tilab qolamiz. Shunaqa. Xullas, kuzgi semestr bo'yicha holat hozir taxminan shunaqa. Inshaalloh hali o'zgarishlar bo'lgani yo'q. Qanaqadir yana o'zgarish bo'lsa, uni ham bizni kuzatib borsanglar, Instagramda aktivmiz, Telegramda aktivmiz, ko'rib tursanglar, pastda profillarni ham qoldiramiz. Bahorgi semestr bo'yicha 1-iyuldan qabullarimizni ochganmiz. Firma to'lovlari bo'yicha to'liq ma'lumotni ofisga kelib turib olsanglar bo'ladi. O'zbekiston bo'yicha mana aytganingizdek 5 ta viloyatda, Toshkentda, Andijonda, Samarqand, Farg'ona, Namanganda ofisimiz bor. Borib, o'sha joylar o'zida to'liq konsultatsiya olib, ma'lumot olsangiz bo'ladi. Inshaalloh shartnoma qilgan o'quvchilarimiz ichida boya aytganimizdek yangi dasturlarni o'ylab qo'yganmiz. Merjlar bo'yicha, umuman olganda o'qishga kirgandan keyin holat bo'yicha, orientatsiya bo'yicha narxlari nimalarni ofisdan yaxshi to'liqroq ma'lumot olsanglar bo'ladi. Nima xizmatlar kiradi ta'riflarimizga. Pastda ham hozir o'sha videoni nimasida ham qoldirib qo'yamiz. Hozir ham aytib ketaveramiz. Misol uchun mana aytsak ham bo'ladi. Misol uchun mana premium tarif emas, bilasiz, oddiy tarif, viza garantiya deb nima qilganmiz. Hozir premium tarif qilib qo'ydik shu narsani. Narx ham unaqa qimmat emas, chiroyli narx qo'yganmiz. Bozordan o'rtachadan pastroq bo'lsa, o'rta bozor qiymati atrofida, o'rta bozor qiymatidan ham sal pastroq bo'lishi mumkin. Nimaga? Chunki biz o'sha birinchi boshlaganimizdan beri maqsadimiz o'sha pulga nisbatan qiymati ko'proq berish, talabalarni rozi qilish. Xudo xolasa, endi bu paketimizga, premium paketimizga nimalar kiradi? Talabani strategiya va universitet tanlashda yordam berish, ya'ni maqsadlarini aniqlash, Koreyani misol uchun yoshi, baholari, til darajasi, budjeti va maqsadiga qarab individual tahlil qilib berish. Misol Koreyadagi mos universitetlar ro'yxati tuziladi. Misol Amerikaga topshirmoqchi bo'lsa, Amerikada o'sha talabaga mos universitetlar ro'yxati tuzib chiqiladi. Bu tarifda shartnoma qilgan talabalarga munosib universitetga yo'nalish tanlashda professional yordam beriladi va viza chiqish foizi o'lchanadi. Customize roadmap nima qilinadi? Ya'ni taxminan necha foiz viza chiqishi mumkin? Bu narsa talabaga aytiladi va viza olgungacha va viza olgandan keyingi protsesslar haqida to'liq nima qilinadi? Roadmap qilinadi. Tajribali jamoa xizmati ko'radi. Buning ichiga misol mana 2,5 million ortiq talabaga viza olishlarida yordam berganmiz misol va talabalarni supervisor tizimi va supervisorga qo'shimcha ravishda mentorshipni aytdik. Uni ham ichiga qo'shamiz xudo xolasa. Muammo chiqsa tezda yordam berib turadi bizning komanda. Bilasizlar, oldin misol uchun ozgina cho'zilishlar bo'lgan bo'lsa, hozir navot efficient bo'lganmiz xudo xolasa ancha. Admission va hujjatlar, ya'ni hujjatlarni mukammal tayyorlash va universitetlarga yetkazib berish. Application to'ldirish, onlayn offlayn registratsiyalarni qilib beramiz. Uning ichida universitetga insho yozish, o'sha insho yozish talabalarning bo'ynida biz uni tekshirib feedbacklarini beramiz. FE va kontrakt to'lashlarida yordam beramiz. Misol to'lash oson emas, buni ham bilasiz. Intervyuga tayyorlash, qabul qilish, ya'ni u talabani universitetga qabul qilinishini kafolatlaymiz. Elchixona viza hujjatlarini tayyorlaymiz, elchixonaga topshiramiz. Agar mabodo viza rad bo'ladigan bo'lsa, keyingi semestrga yana qayta topshirib beramiz.
yana bitta plyus tarafi hali hech qaynamada yo'q. Sfera, to'g'ri. Transfer ownership degan narsani yo'lga qo'yganmiz. Ya'ni, agar talaba keyingi semestrga o'zim topshirmayman deydigan bo'lsa, yaqin bir o'rtog'iga, tanishiga yoki qarindoshiga o'sha firma xizmatlarini transfer qilib yuborishi mumkin. Bir O'tkazib olish mumkin. o'tkazib yuborishi mumkin. O'sha odamga biz xizmatlarni ko'rsatishimiz mumkin. Undan tashqari premium kuzatuv va rahbariyatlar bilan aloqa qilish, ya'ni har 2 haftada bir marta rahbariyat bilan, ya'ni o'sha shaxsan o'zim direktor, o'sha misol siz, Diyor akam onlayn miting orqali har bir talaba bilan ko'rishib turiladi va talaba jarayoni bo'yicha muammolar, keyingi qadamlar muhokama qilinadi bu yerda. Ota-onalar va talabalar uchun aniq kommunikatsiya tizimi, o'sha application trackinglarni qo'shamiz, talabalar ota-onalari bilan ham muntazam tarzda gaplashib turamiz. Xudo xolasa shu, endi premium xizmatimiz bor. Oddiy, sodda qilib qo'yganmiz. Premium xizmatimiz plyus VIP tarifimiz, o'sha viza garantiya tarifimiz. VIP tarifimizni ichida katta o'zgarish yo'q, xudo xolasa. Xo'p, KDB bank счётlarini qo'yib beramiz, kontraktlarni to'lab beramiz. Bu xizmatga qo'shimcha ravishda. Xo'p, elchixona to'lovlarini to'laymiz. Biletlarga yana kvartirani qo'shishni yana rejalashtirib turibman. Buni o'ylab ko'ramiz, chunki juda ko'p ota-onalar kvartirani qo'shsalar yaxshi bo'lardi. Chunki xavotir olmasdi, aeroportga borib kvartiraga joylashtirishdi. Endi agar kvartira mabodo nima qiladigan bo'lsa, kerak emas bo'ladigan bo'lsa, tanishlari bo'ladigan bo'lsa, uni qanaqadir yana skidkalarini qilib berishda bir reja qilib turibmiz hozir. Balki 1% o'sha VIP tarifimizda mana 1% universitetlarga topshirish mumkin, KDB bank счёт yillik daromad qo'yilmaydi. Yoki misol uchun nimaga 100% grant yutib olish mumkin. IELTS topik ballari yuqori bo'ladigan bo'lsa, o'sha VIP tarifimizda bitta zo'r narsani yo'lga qo'ydik. Agar 1% universitetga qabul qilinsa yoki 100% grant beriladigan bo'lsa, biz juda katta skidka qilib beramiz shu talabalarimiz uchun. Ya'ni to'liq summani to'lamaydi-da, o'sha xizmatlar uchun sarflanadigan pullarni biz talabalarga skidka qilib beramiz, taxminiy summasini. Uni ofislarimizda tushuntiramiz. Bu juda katta yana bitta yangilik bo'ladi talabalarimizga, xudo xolasa. Qulaylik bo'ladi. Oddiy o'sha siz aytgan o'sha daily premium tarifda ham xizmatlarni ichini qarab ko'radigan bo'lsa, ba'ziga o'sha nimalarda VIP tarifidan ko'ra ko'proq xizmatlar bor o'zi ichida. O'ylab qarasangiz, borgan sari bu narsa shakllanib, ko'payib, imkon boricha ko'proq xizmatlarni ichiga olishini harakatini qilyapmiz. Siz birinchi boshlagan paytingizda, misol esingizda bo'lsa, 2,5 million, 3 million so'mga boshlaganmizda. Hozir ham bor unaqa, misol 2,5 million so'm, 3 million so'mga xizmat ko'rsatadigan nimalar, firmalar. Lekin qiymat shunga yarasha bo'ladi. Biz ham o'sha paytda boshlaganimizda bilsangiz, qiymat o'shanga yarasha bo'lganligi uchun biz narx oshirmaganmiz. Chunki shunga yarasha potensialimiz bo'lgan, shunga yarasha imkoniyatimiz bo'lganda, qanchalik imkoniyatlar yaxshilansa, xizmat servis sifati yaxshilansa, narx o'z-o'zidan o'zi shunga yarasha oshib boradi menimcha. Bu narsa odatiy hol bo'lsa kerak. Menimcha hozir bitta narsani o'ylab qoldim. O'sha 2 million, 3 millionlik paytimizda tajribamiz ham, siz aytgan qiymatimiz ham o'shanga yarasha bo'lgan va 2 million, 3 millionlik paytimizdagi bosh urilishlari ko'p bo'lganda, xatolarimiz ko'p bo'lganda, chunki u paytda yangi firma bo'lganimizda, misol uchun bozorda tajriba bo'lmagan. Hozir firma to'lovi oshishi, boshqa qilishi bu talabalarni pulni aslida tejab qolishi deb hisoblasak bo'ladi. Riskini kamaytirishda. Albatta, chunki biz o'sha paytda qimmat xatolar qilib turib, o'sha xatolardan saboq olgan holatda firma to'lovimiz hozir o'rtacha bozor qiymatida o'zi aslida. To'g'ri. Shunga olib chiqib qo'yganmiz. Hozir 2 million, 3 millionlik firma bilan misol uchun shartnoma tuzadi. Endi uni firma ko'payib ketdi-yu. 6 oy umrini misol uchun shuni nima qilib yuborish mumkin-da, xazon qilib yuborish mumkin. Misol ishlaydida, arzonroq ekanligida, o'qishga kirgiza olmay qolsa yoki misol uchun nimadir muammo o'zi chiqib qoladigan bo'lsa, talaba o'sha firma to'lovini keyingi semestr yana boshqasiga qiladi. Baribir o'sha narxga borib qoladi-da. O'zimizda ham tajriba o'zi tekinga bo'lmaydi. Tajriba tekinga bo'lmaydi-da. Yaqinda ham aytdim, hali poor pays twice deydi-yu. Ya'ni kambag'al 2 marta to'laydi deydi. Xuddi shunga o'xshab turib, undan ko'ra baribir chet elga chiqmoqchiman. O'rtacha byudjeti misol $4-5 ming
hisobini baribir olishlari kerak. Bu nafaqat Koreyaga, boshqa davlatlarga ham taxminan shunaqa summa ketadi. Minimum byudjet. Ha, minimum byudjet. Уже o'zlari uchun ota-onalar ham, talabalar ham nima qilsa bo'ladi, qabul qilsa, $4-5 ming tayyorlab turib, misol uchun, o'sha Ketish harakatni plani bo'ldimi, demak boshlasa, hisoblash kerak. ha. U любой davlatga harakatni 4 ming, boshlasa 5 ming ertaga dollar qiynalib qolmaydi-da. To'g'ri. Qaysidir etapga yetganda puli yetmay qolmaydi misol uchun yoki kimdandir qarz olishga to'g'ri Har kelmaydi. qanday holatda Ha. hisobini olaverish kerak. Albatta, Har shu qanday holatda maslahatim. 4 ming, 5 ming. To'g'ri, eng yaxshi misol nima bitta Tajriba uchun pul to'lash kerak deb o'ylayman. Ya'ni Koreyada misol uchun bizda misol o'sha 2 million, 3 millionlik firmada 2 ta xodim xizmat ko'rsatadigan bo'lsa, bizda 35 ta xodim ishlaydi-da misol uchun. 35 ta xodim aynan bitta talabani ishini harakat qilish, bitkazish uchun bashday harakat qiladi-da. Ko'ryapsizmi? Unda farq katta. 2 million, 3 millionlik nima tajribasi Koreyadagi misol 4 ta 5 ta universitet bilan ishlaydigan bo'lsa, bizda 40 tadan plus universitet bilan hamkorlik qilamiz-da, tushunyapsizmi? U yerdagi solishtirib bo'lmaydigan faktorlar juda ko'p. Bizda qo'shimcha ravishda hozir mana talabalarga o'qishga qabul qilinsa, xudo xohlasa merchlarimizni pochta qilamiz. Universitetdan Amerika universitetlarida konvertda anaqa keladi, admissionga. Xuddi shunaqa narsalarni yo'lga qo'yamiz deyapmiz, xudo xohlasa. Undan tashqari treninglar, misol uchun pulli treninglarimiz bor. Misol shularni talabalarga, shartnoma tuzgan talabalarga bepulli taqdim qilishimiz mumkin misol. Broshuralar hozir ustida ishlayapmiz misol talabalarni nima qilish uchun. Bizda bir nechta optionlar bo'ladi-da talabalarda. Tushunyapsizmi? Hammasi farqli jihati juda ko'p. Nomi bir xil konsalting xizmati bo'lishi mumkin, lekin undagi o'sha farqi, qiymatlar har xil. O'sha bizga to'lanayotgan pulga nisbatan 10 barobar, 100 barobar ko'proq qiymat berishga harakat qilamiz, xudo xohlasa doim. Nom uchun to'lamaslik kerak edi. Nom uchun to'lamaslik. Konsalting xizmati deb turib, u bozordan nimadan bir narsa olishmasdi. O'sha narsani hisobga olish kerak. Do'konga borib bir xil narsa bo'lishi mumkin. Unda boyagidaqa narxiga qarasa bo'ladi-da. Lekin u beta xizmat ko'rsatishda, servisda uje narxga taqqoslanmaslik kerak deb o'ylayman men. Albatta. Shunaqa. Endi xudo xolasa yangi semestr uchun qabullarimiz ochilgan. Hozirdan o'sha talabalarimiz Andijon misol uchun ofisimiz bor. Lokatsiyalarni ham qisqacha tushuntirib o'tadigan bo'lsak, Andijon ofisimiz, Andijon shahar, Semashka ko'chasi, o'sha Bananza kafesi bor, shuning oldida joylashgan. Bemalol kelib, o'sha yerda konsultatsiya olsanglar bo'ladi. Farg'ona ofisimiz bor. Farg'ona ofisimiz Farg'ona shahar, o'sha Evis ko'chasi, yonida park bor. Hozir nima? Korzinka, hozir eski Tsum deb qo'yadi. Targoviy sentrda ro'parasida joylashgan. Pastda nomerlarni qoldiramiz lokatsiyalar bilan. Namangan ofisimiz Chorsu bozorining oldida, Dombit o'quv markazining ro'parasida joylashgan. Toshkentdagi ofisimiz hozir Utavrda juda ko'pchilik biladi. Xalqlar do'stligi metrosida. O'sha Utavrda yonidagi binoda turibmiz. Bu vaqtinchalik. Utavrda 2-qavatdan ham xudo xolasa ofis olganmiz, katta ofis. Inshaalloh 1 oy ichida, ya'ni avgustdan boshlab xudo xolasa o'sha Utavr 2-qavat 27-ofisda bo'lamiz xudo xolasa. Endi Samarqandda ham ofisimiz bor. Gagarin ko'chasi, International o'quv markazi bilan bitta binoda joylashgan. Shunday yonida bir aytuvchi 2-qavatda joylashgan. Pastda lokatsiya va nomerlarni qoldirib qo'yamiz. Undan tashqari Bobur, Seulda ofisimiz bor, bilasiz. Seulda ofisimizda o'zim Radno ukam nima qiladi? Xizmat ko'rsatadi. O'sha Seuldagi ofisimizga ham bemalol borsanglar bo'ladi. Seuldagi ofisimizning asosiy vazifasi bu yerdan jo'natgan talabalarimizni kutib olish va o'qish jarayonida muammolar bo'lsa, doimiy tarzda o'sha muammolarni yechishda yordam berib turamiz. Undan tashqari Koreyadagi til kursida o'qiyotgan talabalar bo'lsa, ularni kasbiy ta'lim bakalavr dasturlariga transfer qilish ishlari bilan shug'ullanamiz. Nimaiki Koreyada xizmatlar bo'lsa, hammasida yordam beradi. Seul ofisimizni ham pastda nomerlarni qoldirib qo'yamiz. Kimdir bizni agar Koreyadan kuzatayotgan bo'lsa, shu xizmatlarimiz ham bor. Nasib qilsa, Amerika mana boshqa davlatlarda ham ochyapmiz-ku inshaalloh. O'sha davlatlarda ham ofis qilishga harakat qilamiz, xudo xolasa. Chunki borgandan keyin Koreyada kabi Amerika boshqa davlatlarga jo'nasang, muammolar kelib chiqsa, o'sha yerdagi odam sirazi hal qilib berib turgani baribir yaxshiroq. Bu hamma narsa aytganimizdek, pul jihatdan ham, qiymat jihatdan ham ancha talabalarga qulaylik bo'ladi, xudo xolasa.